Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görüşler. Vaka ve mülahize programımızın 7. saniyeli görüşlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğın. Kadirli görürmelerimiz, hemeler malum boğandak biz bu programımızda başlayan günden tatip bugünkü 7. saniyeli keptik. Her bir bölümümüzde intayin muhim boğan milletimizge alakadar naiti inçki zil meselelerini şu sahaninki ahlini, şu sahanın mütehassislerine çağırıp tefsili halette mülahize sübtede söhbet edip verip kelyapmiz. Tünügün biz e'lon qilgandik. Hattoki buni biz bir oyga yaqin bir oydan eshib ketdik deyman. Programma qilamiz deb, ammo texnik masala chiqqanligi uchun to'xtatib qo'yib, bugun yaxshi tayyorlik bilan inshaalloh tünügün e'lonimizni berdik. Yangi bu o'tgan mezgillarda albatta nurg'un siyosiy ishlar xalqaro bo'lsin, Sharq Turkiston aloqador nurg'un ishlar o'zgardi, nurg'un voqealiklar bo'ldi. Amerika başta ulaşıp bilen. Bu yeni payda bo'lgan, yenidan kelgan bu hadislarni birga qo'shgan holatda bugun nayt tafsili holat suhbat edib berish uchun tunugun e'lonni bergan edik. Bugun nayt qimmatli ikki mehmonim bor. U bo'lsa Nuri Turkal, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti komissari, shundaqla Ömer Qanat efendi, Dünya Uyghur Qurultayı İcraiye Komiteti reisi. Her iki mehmenimle Amerika'da qatnaşıp köpten köp rahmet etimini aldı bilen kıymetli vaktini çıkarıp kadem taşırıp kılıp bizden ziyaretimizi kabul kılganınız için. Rahmet sizlerge aşkına. Sizge köp rahmet. Rahmet, sizge rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz programımız Naq Meydan'dan taqitli otudu. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numurlar arkalık programı alakadar har qandaq fikir mülahizliğinden berişinlerini ümit kılımız. Şundaqla suallarınlar bolsa WhatsApp numaralarımız var. Yollasanlar biz vaktimizden yetkiniçe inşallah programına alakadar suallarını soraşqa tirişimiz her işkeylendin. Bugünkü baş temimiz şundaqla programımızda köpligen qayırdaşlarımızın paydalanışı üçün hem baharlap qo'yishni hem unutmayaslar programımızda. Ma'lum olar bo'lgandek baş temimizda bugün mustaqillik yo'lida ilgarilayotgan Sharq Turkiston davası qo'ydik. Ammo ma'lum biz her ikki mehmonimiz Amerikada. En ahırda 2020-yildagi eng muhim bir o'zgarish Uyg'urlar tarixida, Sharq Turkiston davası tarixida xalqliq bir yangilik bir paydo bo'lgan Uyghur Kişilik Hukuk Siyasi Kanun layihəsininki resmi Amerika'da imzalanıp Trump tarafından kanunga ayınışı bilen onun kendine nurgulluğun işler yüzbet. Elbette bunun tefsili haleti sorayım. Lakin şundaqla Amerika'da bugünkü programının 5'ida elbette bir qancha ay vaqt ötüp ketken bolsumu vaqtida qıpılanmağalıqımız sebebinden bir Uyghur perzentininki uzun yıllardan yani elbette Amerika'da nurg'un har xil faoliyatlarda bo'lgan Nuri Turkal efendi Uyghur işçiden çıkan tuncu bir kanun fanları doktori ninki Uygur'da Amerika'da bir siyasi sahaga resmi vaziyet bilen tayinlenip Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissar bo'lib tayinlendi. Elbette bu Uygurlar tarixidagi muhim bir o'zgarish. Hamda buni biz tunji qatim vazifaga tayinlangandan keyin tunji qatim suhbat elib borganligimiz uchun tunji sualim bu Nuri Turkal efendi tayinlangan bu organ, yani Xalqaro diniy erkinlik komiteti qandaq bir organ? Muşadan başlasak Nuri Turkal efendim. Assalamu alaikum hammalarning ko'rmanlarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 1998-yili Amerika kongressdan ma'qullangan, qonunlashgan Xalqaro diniy erkinlik kanunu belgilengen belgilemeli boyunca tesis kılınan 3 organın biri. Öz vaktinden de şu soğuk uruş tügep yeniden halkarada bu taşqi siyasetini kengaytıyatkan demokratik ideologiyalardan targ'ib indi qo'g'dash muddalarda ilgarilayotgan taşqi siyasetlerde bu dini erkinlik meselesinin tushib qolganligini his qilgan ba'zi kongressdagi milletvekilleri bu Amerika'nın taşqi siyasetida dini erkinlik asası bo'lishi kerak. Shuning uchun bu ağzıda deyildiği anlam getirmez, emeli işidiğen kanunlaşkan organın yetekçiligida Amerika'nın taşqi siyasetida dini erkinlik çok mühim bir mezmun aldığan
vazife qatarida yol başlash xarakteridagi bir ideologiya nimasini o'rtaga chiqarish maqsadida shu qonunni shu vaqtida tunishtirib, ma'qullab o'tkazdik. Bu dünya erkinlikni nima uchun undaq Amerika hukumatininki milletvekilleri olsun, halk olsun, prezident olsun itibariyle degan savol kelishi mumkin. Amerikalıların an'anasi de dini erkinlikni birinchi inson haqlari deb ta'riflaydi. Unda bo'lishning sababi bu o'z vaqtida Amerikaliklar dastlab tikilib yerlashganda shu diniy qirg'inchilikning qurboni bo'lgani uchun Yevropadan qochib kelib, o'z vaqtidagi shu hozirgi inson haqlari shu vaqtdagi diniy erkinlik depsendisining asosiy shakllangan bir hukm bo'lg'achqa, Amerikaliklar bu diniy erkinlik masalasiga qarg'a vaqtida tunji inson haqlari masalasi hatta şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın insan hakları ahdnamesi mi kona? Yani dünyada tunji qitim 1776 yılı müstakillik hitapnamesi degan erkinlik deb ko'rdi. Shu sababdan ham de fast forward nimikasi bu yana davrga 98 yil shu maqsad bilan shu organni qonuniy nimalar bilan muloyiza qonun o'tkazish va imzo qo'yish bilan xuddi Uyg'ur qonuni o'tkazgandek o'tkazib tasdiqlangan bir organ. Yani bu uch organning birisi Tashqi ishlar ministri va sizlar doim anglaydigan Sam Brownback baş xalqaro diniy erkinlik baş elchisi Sam Brownback va undan keyin Aqsaroyda prezidentninki oliy maslahatchisi bo'ldi. Sarah Menken degan bir xizmat qildi. Undan keyin biz kongressning tartibida bu xalqaro diniy erkinlik komiteti var. Bu komitetninki 9 nafar komissar var. 9 nafar komissarninki bu şu kanunda 98 kanunu yazılgan. Qandaq adam, qandaq ah ko'rinish, qandaq ma'rif tarbiya, qandaq tajriba bilan bu xizmat ishtiga oladi degan bu layoqat o'lchami. Bundan keyin xizmat taqsimotimi, xizmat doirasimi aniq belgilangan. Balki ko'rurmanlar his qilayotgan bo'lishi mumkin. Mesela mening talada o'tirida deydigan qilgan xizmatlarimizda shu qonunda yozilgan belgilanma bo'yicha bo'lg'achqa ma'muriy xizmatchilarga o'xshash cheklama uchraydigan ish yo'q. Endi bu nimaga kelsak, endi bu organninki qilgan xizmatga kelsak, yig'inchoq aytganda xalqarodagi erkinlik masalasini kuzatib, tahlil qilib, shu asosda Amerikaning prezidentiga, Tashqi ishlar ministriga, kongressga maslahat bergan oliy bir organ. Endi bu maslahatni hammasi qabul bo'lmaydi. Lekin mutlaq ko'pchilikse qabul bo'lgan bir organ. Eng hozirgi davrda davom qilayotgan bir bu maslahati qabul qilgan va ijro qilayotgan. Yaqinda Amerika prezidenti Donald Trump xalqaro diniy erkinlikni ilgari surish haqida prezident emri chiqarib $50 milyon budjet ayırdı. Yani bu ne Tashqi ishlar ministri lekin ve başka federal ministerlikler birlikte xalqaro diniy erkinlikni ilgari surish uchun ishlatilgan bir mablag' hisoblanadi. Shunday Amerika programmasida, xizmat nishonasida ve tashqi ishlar diplomatik munosabatlarda xalqliq masalalarda maslahat bergan shunday bir organ. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi hammamizga ma'lum siz tayinlangandan keyin bu vazifaga mayli har xil yig'inlarda bo'lsin. Undan burunmi qilayotganingiz texnik jiddiy bir maqolalar bo'lsin, har xil nupuzliq nimalarda. Nurg'ulg'an Xitoyninki elib berayotgan bu qirg'inchilik jinoyatlari nihoyatda kuchli bir shaklda tilga ilinib kelyapti, tilga ilib kelyapsiz. Albatta sizningki faqatlam Sharq Turkiston uchun bu abay so'zlab o'tganingizdek bu organ Sharq Turkistondagi diniy bostirishlar bilan aloqador emas, boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi shu diniy bostirishga uchrayotganlarning hammasiga umumiy jihatda buni tekshirish olib boradigan, dokument qiladigan shakldagi bir organ hamda. Sizningki bu vazifaga tayinlanishingizmi albatta Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi hozir bo'layotgan bu siyosiy kurash bu nimada Xitoyga bir Uyg'ur millatidan bo'lgan birisininki bu yerga tayinlanishimi Xitoyga ham berilgan bir signal albatta bu shaklda o'qiymiz hamda. Siz hamda bir Uyg'ur bo'lish, bir komissar bo'lish sifatingiz bilan bu yerda Uyg'urlar uchun qanday xizmatlarni qila olasiz boshqa xizmatlar bilan birga? Bu
bu bir komissionerninki o'ziniki maxsus o'zi xizmat nishoni bo'lgan bir davlat rayon yoki bir xalqning diniy erkinligi bo'ldi. Tabiiyki meniki markaziy xizmatim Uyg'urlarniki vijdoniy huquqi, diniy erkinligi, insoniy erkinligi, iyilik erkinligi ham deganga o'xshash masalalarni o'z olgan xizmat bo'lsin-ku. Endi rayon xarakterli davlat xarakterli boshqa masalalarmi mening xizmat doiramda. Masalan, butun Xitoydagi diniy erkinlik, Hristiyan muhitlari bo'lsin, Budistlar bo'lsin, Tibetliklar bo'lsin, hatta Falun bo'lsin, shuning hammasi mening xizmat doiram ichidagi bir diniy erkinlik masalasi hisoblanadi. Undan boshqa ben bu O'rta Osiyodagi davlatlarning diniy erkinlik masalasini kuzatib va ta'lim qilib va maslahat beraman. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston o'xshash. Uchinchisi qo'shimcha ko'rilgan davlatlar O'rta Sharqdagi Turkiyani markaz qilgan davlatlarning diniy erkinlik masalasiga kuzatish, ta'lim qilish va taklif berish huquqim bor. Endi Uyg'ur masalasiga kelsak, Uyg'ur masalasiniki Amerikaning tashqi ishlar programmasida jonliq va mazmunliq ahamiyatli o'rinni tutib turish uchun mening bu ustaldagi o'rnimdan foydalanib masalani davomli muhim masala qatori tutib turgan bir alayda bir ahamiyatli bir xizmat. Undan boshqa taklif berish va yangi ideyalarni, yangi fikrlarni o'tirib qo'yish kasbiy va undan keyin qonuniy jihatdan berilgan imtiyozim bo'lgani uchun bu ba'zi nozik masalalarni tashkilotlar, shaxslar tushundiramagan narsani yipiq shaklda bo'lsin, ochiq shaklda bo'lsin, tegishli shaxslarga, tegishli amaldorlarga qonun tuzib ijro qiladigan tuzadiganlarga tushuntirish mustaqimman bor. Undan boshqa hamda bu nemish qilgan jihatda bek ishkirlab ketishning menimcha zaruriyati yo'q. Bularga bevosita foydasi bo'lgan bir tarafi shu Uyg'ur tashkilotlarini xalqaro jamoatchiligiga kasbiy innovativ shaklda taqdim qilish. Uyg'ur siyosatchilari olsun, Uyg'ur tashkilotchilari olsun, ba'zi o'zlari qilolmaydigan imkoniyati yetmagan masalalarni, ahvollarni shu hukumatdagi shu imtiyozdan foydalanib dunyo jamoatchiligiga taqdim qilish, targ'ib qilish va to'nishtirish shunday bir muhim xizmat. Ben buni tafsilotini ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Vazifaga tayinlangandan keyin shu to'g'rilgan tashkilotlar bilan burun g'ayri kasbiy jihat munosabat bo'lgan bo'lsa, hozir rasmiy bir kasbiy munosabat o'rnatildi. Bizlar bu o'zinglarda o'tgan Ömer Qanat efendim, Dünya Hukukining raisi Dolqun İsa bo'lsin, biz suhbat o'tiramiz va boshqa tashkilot rahbarlaridan so'z yuritamiz. Shu ta'minlaydi, ba'zi fikr ta'minlaydi, ba'zi takliflarni berdi, takliflarni berdi. Shu asosda buni tegishli hukumat programmasiga kiryapmiz. Müştiyatdan ham bir ishbirlikka ideya, fikr almashtirish, kuch almashtirish deganlarga yaqin bir munosabatimiz bor. Ko'p rahmat, inshaalloh muvaffaqiyat tilaymiz. Alloh razı olsun. Endi Ömer Qanat efendim, shu agarda Nuri Turkal efendimning so'ziga boshqa bir ilova qilmasangiz, savolim bevosita so'ray. Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni rasmiy yo'lga qo'yildi. Buning ma'nosi nima deb sizdan so'rayman, bir siyosat ilib berayotgan bir shaxs bo'lib bilan. Rahmat. Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Amerikada nurg'un tirishchanliklardan keyin bu yo'lga qo'yildi, bir qonunga aylandi. Loyiha hozir bir qonun, Amerikada hozir bir qonun mavjud. Uyg'urlarni qo'g'dash, Uyg'urlarning haq-huquqiga ega chiqish. Ovoz biroz tuvan emasdi? Ovozim kelyapti? Kelyapti ovozingiz, biroz tuvan emasdi deyman ovoz. Bilmiyorum ben belki. Mayli, biraz ülgürek yap qiling unda olsa. Anlaştırmız. Tamam. Şu Amerika'da kabul kılınan bu kanun hakkında sordunuz. Elbette bu Uygur tarihinden ait muhim bir buruluş noktası. Çünkü 70-80 yıldan beri tunca ketim bir devlet Uygurların ki hakkını qoğdaş, Uygurlarga ega chiqish meselesinde bir kanun kabul kıldı. Hazır Amerika'da bir kanun mevcut.
Uyg'urlar haqida. Hı hı. Bu ikincisi hem de bu kanun bile bu kanun layihəsinin kanunga aylanishi Uyghur meselesi Amerika'nınki tashqi siyosatiga kirdi. Hoş. Demek bu kanunda bütün Xitoy bilan bo'lgan yuqori darajalik har qanday suhbatlarda Uyghur meselesi bu kun tartibining bir qismi bo'ldi degan. İkincisi yana birisi ahmiyeti hozir mushu qonun bilan ko'rilmagan bir ish bu. Uyg'ur musofirlarga Uyg'urlarga yashayotgan mushu Amerikaninki ilgi chiqib Xitoyninki bularni qanday shaklda tahrik bularni telefon qilib tahdid bularni bizga ishlatish yo bo'lmasa har qanday yerda bearam qilishni qo'g'daylash bilan vazifalantirildi. FBI bundan keyin Amerikada yashayotgan Amerika grajdani hatto grajdani bo'lmagan Amerikada yashayotgan har qanday Uyg'urninki haq huquqini bexatarlik organlari qarshi qo'g'daydi degan. Xo'sh. Üçüncüsü yana bir muhim işi hem de Amerika'nın bayan dedik başka siyasete getirdi. Bu şu kanun bile Amerika Taşkı İşler Ministeri vazifelendirildi. Yani Uygurlarınki vaziyetini küzütüp her yılı Amerika hükümetiga, Amerika kongresiga, Amerika devlet meclisige doklat beriş mecburiyetinde. Uygurlarga nima bo'lyapti? Bularning ahvoli qanday bo'lyapti? Hem Xitoy hükümetining Uyg'urlar qarta ilib berayotgan har qanday bostirish, qirg'inchilik harakatlariga qarshi nimalarni qilganligi haqida, qanday tadbirlar olganligi haqida hukumatga doklad berish kerak. Ya'ni shunga qarshi bir harakatlar bo'lishi kerak, bir tadbirlar ilish kerak. Yana bir muhim nimasi hamda bu allaqachon amaliylaştı. Bu Magnitsky yer şari kanunu var. Bu kanun Xitoy amaldorlarining Uyg'urlarning bastırılışida Uyg'urlar tutulmuşı edib berilayotgan qirg'inchilik harakatida mas'uliyati bo'lgan Xitoy amaldorlari, Xitoy organlarini jazoladı. Bu amaliylaştı. Amerika hükümeti Bingtuanni şu mas'uliyati ko'rilgan biz aslida 11 kişinin ismini bergan. Shularninki to'tini, eng muhim to'tini, masalan, Chinchango'ni, Juhaydunni, masalan, shularni 4 kishini, shundan iborat 4 kishini ga jazo qo'ydi. Bu nayt ahamiyatli, simbol xarakterlik bo'lsin, bu nayt ahamiyatli bir ish yani. Bo'lib bu Chinchango'ninki Amerika tarafidan jazoga tutilishi, yani çünkü Chinchango yuqori darajalik bizniki vatanimizda bu Xitoy Komünist Partisininki bosh kotibi bo'lgan bilan bu odam yanıla Xitoyninki Komünist Partisi siyosiy byuroning 25 kishidan biri. Xo'sh. Shunga buningki jazolanishi nayt ahamiyati bu dunyoda kirgizilishi nayt cho'ng. Masalan, şu nimaning ishi 7-ayning ichida bir shunday cho'ng tadbirlar ilindi. Shu Magnitsky yer shari Magnitsky qonuni bo'yicha 4 kishi jazolandi. Undan keyin 11 Xitoy shirkatlari Amerika shunday Xitoy shirkatlarini shu vatanimizdagi masalan Xitoy organlarini qara tizimlikka olgan. Ama şu 7-ayning ichida yana 11 Xitoy shirkatini qarz oldi. Bu shirkatlar bu dunyodagi eng cho'ng markalarga, cho'ng shirkatlarga jalblaniki ta'minot zanjiri hamda mushular ta'minlanadi bular. Bu iqtisodiy jihatdan nayt cho'ng bir ahamiyati bor bir ish. Xitoyga qarta bir zarba berish masalasida. Undan keyin yana bu şu 7-ay ichida shu qonun bo'yicha yana Bingtuanni qarzdimlik oldi. Buna ait cho'ng yani bir jasur bir qadam. Xo'sh. Aytganda, chunki Bingtuan ait cho'ng bir qurilish, buningki ma'lumotlarga qaragan chog'da
dünyanın her qaysı rayonlarında 800 mingga yaqin şirketimiz varken, aloqa varken, bununki cezalanışı, tizimlikka ilinishi nurg'un shirkatlarni bunga bog'laydi. Shuningga bu iqtisodiy jihatdan Xitoyga zarba berishimiz muhim. Ya'ni Xitoyni iqtisodiy jihatdan bir zarba berilmasa, Xitoy oxirgi chekinmaydi. Xo'sh. Tanqidlar bo'lib keldi, ayblashlar bo'lib keldi, besim bo'ldi Xitoy hech qanday. Ammo mushu nima tadbirlar Xitoyni bir nimaga oxirgi chekinishga eng oxirida majburlaydi deb o'ylayman. Yana bir muhim masala Amerika hukumati, ya'ni Amerikaningki 16 istixborot tashkiloti bor. Milliy istixborot direktorligi. Mushuninga mushu istixborot Alo? Davomlashtiring. Mush istixborotga vazifa beradi. Bu vazifa nima? Uyg'urlarga bo'layotgan mush qirg'inchilikni ya'ni kuzatish, andikinza Uyg'ur musofirlarining ahvoli haqida ma'lumot egalliklarni tasdiqlash, masalan, dunyoning har qaysi joylarida, davlatlarda xatar qolgan Uyg'urlarni, uningdagi mush Uyg'urlarniki Xitoyga qaytarilmasligi uchun, ya'ni shular bu davlatlar bilan aloqa qurish kerak. Uningdagi Muşularning vaziyatini qaysi davlatlar bilan Uyg'urlarni qaytaryapti, mushuni haqida ma'lumot to'plab, uningdan dunyo nimalarniki, texnik shirkatlarininki, bu Xitoyniki mushu bizningki bostirishda hozir texnologiya nimasida Xitoyga Uyg'urlarning bostirilishida har qanday bir shaklda mushular buning bir chetishligi bormi? Ya bunun bir hamkorlashyaptimi, yo'qsa iqtisodiy jihatdan bular bilan qanday munosabat bo'lyapti? Mushularni egallab, ochlarni andikinza hukumatga bildirish. Mushu jihatdan, ya'ni bu dunyo bu niyatga bir qonun. Buning uchun biz bu qonunninki Amerikada ijro qilinishi boshlanganligini ko'rib, memnun bulduk. Biz bu hükümetten hatta şu kanunniki to'liq ijro qilinishini talab qilgan. Boshqa demida Prezident Trump imzolagan chog'da ba'zi moddalarini nima qoldiganligi haqida ma'lumotlar chiqqan, biraz uningdan biraz umidsizliklar paydo bo'lgan, lekin Prezident Trump yana o'zi unda degan bo'lsa-mu, atrofidagi boshqa yordamchilariga to'liq huquq beribdi. Shu to'liq huquq berilganligi uchun bu qonun bo'yicha Magnitskiy yer shari Magnitskiy qonuni ijro. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi shu 6-17 kuni Trumpning imzosi bilan rasmiy qonunga aylangan bu qonunning ijro qilish bosqichi navbatda qanday ishlayotdi? Masalan, bu bir qancha bosqichga bo'linib ijro qilinadi. Albatta siz yuqorida so'zlab o'tdingiz. Ijro qilinganlarini bundan keyin qanday bo'ldi? Hatto bu qonun Yevropa va boshqa davlatlarga o'rnak bo'lish ehtimoli bormi? Nuriya opam sizdan so'rasam. Ömer efendim nayt tepsili tarihi, ijtimai, siyasi, diplomat jihatga ahamiyatini aytdi, yaxshi ta'sirlab o'tdi. Endi bu Xitoy hokimiyatiningki Amerika hukumatining hozirgi yurgizayotgan Uyg'ur siyosatini qandaqdir Xitoyga qarshi taktik uchun vosita qilayotgan, ishlab ko'rsatayotgan shunday bir mezgilda va shunday bir xato ushbu ta'qishninki ma'lum darajada unumlik bo'layotgan bir mezgilda bundaq bir qonunning tonishtirilishi, rasmiylashishi, imzo qo'yilishi, undan keyin bundan boshqa yana boshqa qonunlarning Amerika Kongressida hozirgilar ko'rilib, tadqiq qilinib va ovoz qo'yilish planida bo'layotganligi eng muhimi Ömer Qamat efendim ta'kidlab o'tgandek bu ma'muriy jihatdagi qarorlar boshqa davlatlarning bu Uyg'ur masalasini qandaqdir bir strategiyalik Xitoyga qarshi turish masalasi emas, bu vijdoniy masala, ijtimoiy masala, siyosiy masala va axloq masalasi deb ko'rib, buni o'xshash o'z aynida ijro qilmagan taqdirdami o'rnak va yetakchi bir prinsip shaklida
buni ijro qilish mumkinchiligi bor. Masalan, 6 oydan 17 tortib bugun qadar 3 oyga to'shmagan, yetmagan vaqt ichida qaraydigan bo'lsak, bu yer tavrash xarakterli bir o'zgarish bo'layotgandek bir ahvol ko'rildi. Mayli Amerikada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, hatto Xitoyning o'zininki siyosiy harakatlarda bo'lsin, bundan ko'rilish tas emas. Masalan, Yevropa ellari Amerika hozirgi hokimiyat 6-oydagi qarorini chiqargandan keyin, undan keyin boshqa ma'muriy qarorni chiqargandan keyin qaraydigan bo'lsak, Angliya bo'lsin, Fransiya bo'lsin, Germaniya bo'lsin, Gollandiya bo'lsin, bular asosda tarixning to'g'ri tarafiga o'tayotgan ahvolni ko'ryapmiz. Endi buning oldida bir Avstraliya ancha-muncha o'zining vatandoshlarining ahvoli ig'ir kunda bo'lgani uchun mening bilishim 5 Avstraliya bo'voq hozir shu Xitoyda hapsilib qolgan ahvolda. 15 ga yaqin uzun muddat turish imtiyoziga erishgan avstraliyalik Uyg'urlar qaytib kelmayotgan ahvoli. Endi o'zining vatandoshlari bilan taqishadigan, o'zining davlat manfaatiga taqishadigan ahvol bo'lgani uchun Avstraliyada ancha-muncha ovoz chiqqan. Lekin endi hozir qo'shillarlik yeri Yevropada bu ovozni ko'ryapmiz. Bu Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yiningki yaqinqi safarining muvaffaqiyatsiz bo'lishimi, shu 6-oydan keyingi Amerikaning markaz qilgan siyosiy vaziyatniki yo'nalishininki bir natijasi ve dünya cemaatçiliğindeki bu Uygurlar yürgüzüvattan kırgınçılıkındaki bir vicdani, ictimai, siyasi ve devlet menfaati takışılan meseledir hep kitlatkanlıkını köstüdür deyip görmem. Hoş. Hoş. Endi mazkur qonun şu Trump yoki boshqa bir prezident tarafidan amaldan qoldirilishi mumkinmi? Masalan, Xitoy bilan Amerikaning o'tirisi yaxshilanib ketib qolib degandek. Bu Amerika'da iki türlü ahval aslında burun verilgen burun çıkarılan memuri karar ve Kongres'ten çıkarılan kanun özgertildiği yoki amaldan qoldirildi. Bunun ikisini ayırıp düşündürüş mümkün. Bu legislative legislative mandate deyilib, kanuni jihatdan chiqarilgan emir fermanlar yani o'xshash usul bilan boshqadan shuni repeal deymiz, amaldan qoldirish yoki amend o'zgartirish harakatlari bo'lish jarayonida o'xshash tonishtirish, o'xshash munozara qilish, o'xshash qadam bosqich, o'xshash komitetlarda o'tish, o'xshash ovoz qo'yish, o'xshash hamma qadam bosqich boshqadan shu noldan boshlangandek boshlanib oxiriga kelguncha shunday o'xshamagan 7 qadam bosqichni o'tkazgandan keyin o'zgartirish yoki amaldan qoldirilishi mumkin. Endi hozir bu Uyg'ur qonunining amaldan qilish mumkinchiligi menimcha hech narsa mumkin emas demaslik kerak. Bu bu chunki unday bo'lishining sababi Amerikaniki Kengash palatasining 100 a'zosi Avam Palataning 413 nafar a'zosi ma'qullagan 535 a'zodan tarkib topgan Amerika Kongresining 513 ovoz qolgan narsaning boshqadan amaldan qilishi o'zgarib ketishi biraz reallik uyg'un kelmaydigan masala. Lekin ma'muriy jihatdan chiqarilgan emir farmonlar executive decision deymiz, administrative decision deymiz. Bu 48 organninki qartizmga kelinishi, Magnitsky qonuni bo'yicha Binklarninki embargo qilinishi, Xitoy rahbarining embargo qilishi, buning o'xshash masalalar, masalan, viza cheklash masalalari. Bu ma'muriy qaror bo'lgani uchun buni prezident o'zi yoki bo'lmasa shu ministerliklarning qarori bo'yicha ya chuqurlashtirish, kengaytirish yoki ojizlashtirish hatto o'chirib o'tilishdek shunday ahvollar mumkin. Shunday bo'lganda yig'ib aytgan chog'da Kongressdan chiqarilgan qonun, prezident imzo qilgan Uyg'ur qonunlar butun shu noldan boshlangan qadamdan boshdan o'tkazish kerak. Uning siyosiy muhit, undan keyin ommaviy destek, xalqaro muhit bir muncha narsa munosabat bo'ladi. Lekin ma'muriy qarorlar amaldan qoldiriladi, kengaytiriladi, tarqatiladi. Ko'p rahmat. Demak, yana bir nimani
Nima qo'shib qo'ymoqchi, Nuriya Efendi'nin ait yaxshi dedi. Mesela Amerika'da o qonunninki albatta %100 bu bunda bulanmaydi deb deyolmaymiz. Lekin Nuriya Efendi degandek bu qonun kuchli bir qonun Amerika Kongresidan. Bizdan nimada sanatda hammaylar %100 ovoz bilan. Eğer bu avam palatasıdımı asasen 207 ovoz bilan. Xo'sh. Bir ovoz bilan hatta buni veto proof nimasi borki, hatta Prezident Trump buni imzo qilmagan bo'lsa-mu, bu qonunlar ise qonunlashadi. Ama Prezident Trump albatta imzo attı onunla, onundan biz memnun. Yana bu Uygur meselesi hazır. Amerika'da siyasi kanatınınki kuruluşuna erişken bir dava. Uygur meselesi. Demokratlar mı şunda kollavatıdır, cumhuriyetçiler mi şunda kollavatıdır. Kaptırga koygan konuştuğanların birisi demokrat, birisi nime mesela de. Bu kanun Bay Parti'deydi. İki siyasi kanatınınki kuruluşu bilen. Şubanınki Amerika Devlet Meclisi'ndeki vekillerinin birdek kuruluşu bile bu önümüzden öttü. Anadaki yanı birisi hem de bu bütün efendimdeki Prezident Namzı'nınki belgen bayan nimesi ulanınki bayanatları mesela yakında hatta bu Xitay'ınki Uygurlar karatan siyasini kırgınçılık da tonuyumuz degandek bayanatla kanununki bu ahır yanmaydıqanlığının bir ispatı, bir işareti tanıyım. Köp rahmet Rishkonlarga shu. Hamda demak yani bu qonunninki siz yuqori deb o'tgandek agarda o'zgarib ketish yoki amaldan qilish uchun Xitoy tamamen o'zgarishni kutmaymiz-ku hamda Xitoyninki. Oyadagi zulmning tamamen yo'q ekanligini isbotlab bera olish kerak degan gapda hamda. Mayli ashadagi kongressdagi butun senatorlar tarafidan bo'lsin yoki bu qonunni o'tirib qo'yganlar tarafidan bo'lsin, oyada zulm bo'lmayotdi, hozir zulm qilmayotdi, ma qonunga ehtiyoj yo'q deydigan bir dalil isbotlarni agar boshdan so'rab kelib oshib qolib qolsa, o'tirib qo'ya olsa, andan keyin bu amalga qilishi mumkin degan gapda hamda. Biroq prezident o'zininki shaxsiy nimasi bo'yicha buni to'xtatib qo'yib turayli, hozir ijro qilmay turayli deyamaydi degan gap yani. Bu nimada mençe o mümkünçülükü çoğun emas. Mençe onunla pek endişe yapışına hacet yok. Çünkü bu ne realistic expectation deyimiz. Bu sizin bu programda görürmenler olsun, siyasetçiler olsun, Uygur teşkilatları olsun, siyasi rehberler olsun. Bunun arasında inek buluş düşünmüş gerek. Xitay hakimiyeti nimiş kıvatkalıkını bildirip kovatıdı. Bularninki şu Şinjan meselesini el kılışının ahir usulü deyişleri, hiç kim rahim kılmay icra kılış deyişleri, o kamplarını test kılıp Uygurlarının yıldızının ayrı bitiş, alakasını ayrı bitiş, degen sepsette şu an bu meydanı açıklaşı, onun için bu diplomatlarınki halkara sahnelerdeki vasıtalardan paylanıp bu Uygurların normal insan aylandırış için hareket kuvvetindiriz. Değiştirilmiş. Şunun hemmesinden bir narsa inakki bular nait uzun müddetlik bir projektin içinde. Şunun için bu Amerika hükümeti bunu nait yaxşı birliklik. Eğer bu Amerika hükümeti kılanmagan bolsa, bilinmegen bolsa, 2018 yılı 10. ayda Amerika'nın ma'lum prezidenti Xitayga nisbeten Amerika siyasetinin özgürlüş yönünüşüne ilan kılgan bir mühim taşkı siyaset nutkuda bir paragrafını Uygur beğenmegen buladı. Ve şu nutkuda mı Uygurlarını yıldızını kurtuş için stamping out deyen kelimini kullanılan Uygurlarını yıldızını kurtuş için Xitay sistematik, məqsədlik, nişanlıq hizmet yapıyordu degen nokta nazarını oturup koymagan buladı. Şunun için hem de bu nəsə ait inik biliş gerek, realistik qaraganda Xitay hakimiyeti kısa müddet içinde bu siyasetini emelden kaldırıp Amerikalıqlarını xoşal qılğan yakilişi bence tazı reallik uygun kemen. Çünkü bularınki hazır yürgüp atkan siyasetlerge qaraygan bolsak,
yepishdan başka bu bizden birimiz şu dünya cemaatçilik şunu kabul qilish kerak degan mavqani o'tirib qo'yadi. Buni aytyaptining oldida Xitoyning Amerikadagi elchisi Suityanke CNNga chiqib ikkilanmay dünya cemaatchiligi kuchli qudratli Xitoyni qabul qilgandan boshqa Xitoyning hozirgi mavjud siyosatlarini quchoqlash kerak degan mavqani o'tirib qo'yadi. Shunga menimcha bu Xitoy hukumatiningki Amerikalılar kanaat kılgıdak, Amerika hükümeti, halkı, Amerika kongresi kanaat kılgıdak bir siyaset tedbirlerini kullanıp özünü ispatlaşını yakın bir müddet içinde olduğunu işler görüyor. Hem de şu bilirsem de kanun şu resmi imza koyulup icra kılınğandan başlap Xitay axbaratlarda meyilbetinimizdeki axbaratlarda bolsun, özünün işçilik axbaratlarda bolsun. Yani onu haqoratlab bir varaq qog'oz parchasi deb shuncha bola ko'zga ilmay qilib ketgan narsa shundoq deb turib butun organlarni vatandagi barliq idora jamiyatlarni hammasiga berib mikrofonda so'ziltib buningga qarshi gap qilg'izib shuncha bola sarosimaga tushdi Xitoy hamda. Nima uchun buncha bola bir varaq quruq qog'oz parchasi deb so'zni ko'zga ilmayotgan bu qonundan Xitoy buncha bola sarosimaga nima uchun tushib ketdi hamda? Ömer ka sizden bence buldu. Hem de bayam Nuri'ninki gelirken bir nima qo'shib qo'yaysiz. Mesela ispatlash kerak, yani Uyg'urlarga bunday qilmaganlar. Chaqdi bu qonun amaldan qolandi degandek bir gap bo'ldi. Bu Amerika o Xitoy emas, Amerika o'zi buni tekshirib qonundimi? Mesela tashqi ministrligiga verilganchilik sen Uyg'urlarning vaziyatida nimdo Xitoy nimalarni qilyapti? Bunun karşı Amerika qandaq tədbirlərini ilyapti deganimdə doklad sunub hozir dokladlar tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendim nimaga berish kerak? Onun FBI mo bayanman degandek bir nima musha hatta musha oyninki muhtasar qadar FBI bir doklad tayyorlab Uyg'urlarninki qo'g'dash uchun, ya'ni Amerikadagi masalan Uyg'urlar Xitoyning bo'layotgan tahdidini amaldan qoldirish qo'g'dash uchun nimalarni qildi? Bu haqda qanday tadbirlarni haqida bir doklad Amerika sunish kerak. Yana bendeki istihbarat teşkilatları mı şu Uygurlar hakkında Xitoyninki u yerdagi mesela şu nima cezalar agarlar hakkında dokladını tayyorlab berish kerak. Va bu nimalar Xitoyninki degan bölümü bilan amaldan qolmaydi, yani bir muhim ahamiyatini ta'kidlash uchun dedim bunu. Çünkü Amerika bunu kuzatyapti. O'zininki sen buningda bir qarorda Amerika o'zi shu o'zininki qo'lga kiritilgan ma'muriy bo'yicha qaror qildi. Hamda bir varaq qog'oz Xitoy hukumati shunda deb jar soldi va haqiqatga uningki ahamiyatsiz bo'lganligini, hech qanday kuchining bo'lmaganligini, umidning bo'lmaganligini buni tashviqot qilyapti. Shuni bo'lganligini şunun bir varaq qog'oz bo'lmaganligi o'zi isbotlab beryaptimi? İsbotlab beryapti zaten. Xo'sh, xo'sh. Bu Uyg'urlarni, hatto Uyg'urlarni majburlab bu Amerikaning nima bizning ishimizga aralashadigan huquqi va degan shaklda tashviqotlarni elib beryapti. Demakki, bu qonun Xitoyning shu peyini sayqiratgan gap. Xitoy bu shuningki ahamiyatini biladi. Çünkü bayan müddetimde hem de bu Amerika taşka siyasete girdi. Bu Uygur meselesi, bu kanun. İkincisi istihbarat teşkilatlarının vazifelendirilişi. Uygurların vaziyetini küzdürüş, musafir Uygurların kaytırılması hakkında bunda tedbirlerin iliş hakkındaki muşunime bilen Uygur meselesi Amerika'nın bexatarlik, milli bexatarlik meselesinin içi kirib ketganga. Şununga endi bu Xitoy muşularning hammasini bilganligi uchun buningki oqibat kelib berib, masalan, Amerikaning hukumatiningki buning qarshi qattiq tadbirlarni oladiganligi ishorati bo'lg'ashqa Xitoy bunchalik sayqalab ketdi. Shuningga Amerika
Bayam deganimdek bir şu 7. ayının içinde 3 çok karar aldı. Bayam bu tekrarlamak hacet yok. Aldı. Demek ki bundan kin yana Nike çok iliniş aldı da. Lakin şunun ki bu işaretleri var. Şunundan endişelenip özününki ahvalda kaldığını, şununla bunun karşı Nike hareketler gittik vardı. Bu Amerika'nın ki iktisadi bazıları onun koşulvatı diyecektim var. Mesela vay Amerika bunu özününki maksidi siyasi iktisadi nimesi Xitay bilen rekabeti için bu ne meselesini bunda işiltatı diyen gaplar var. Muşun nimelerni Xitay hükümeti oturup koyuvatkan nimeler, iddialar. Hoş. Nuri efendim hem de şu malumuz Amerika ile Xitay oturusida uzundan buyon savdo krizisi ciddi bir şekilde devam kılıvadı. Arıga hem de Xitay virusu meselesi kirdi. Ama şunda nurgun suallar mevcut hem de. Küllerinin biri de savdo meselesinde kilişip kalsa Şarkı Türkistan meselesi bu kanun emelden kalmayan takdirde mi? Biraz pasif kalıp bugünkü de güçlük halette bulmay yip koyuluşu mümkün mü diyen bir sual var hamde. Bunun kana qaraysiz? Amerika hükümetinin ki yıllardan beri devam kılatkan diplomatik tarihiga ve karar çıkarış sebepleriyle usullara qaraydigan bolsak, dört mesele normalde karar çıkarışga yetekçi oldu. Birisi cemaat fikri. Ondan ikincisi halkara cemaatçilikteki gulgula. Üçüncüsü şu iktisadi menfaatiga takındıgan meseleler. Ondan dördüncüsü insaniyet kurbanı. O İngilizce'de body bag deydi. Bu nesler şu dört alaylıkni naytımında yüzaki qargan takdirde mi? Amerika ile Xitay arasındaki münasebette bundan keyin naiti ciddi bir vaziyet şekillengenden başka devam kılganlığın görülüşü emas. Mesela bir qaraygan bolsak, birinchidan bu Xitay hakimiyetiga nisbatan dünya jamoatchiligida bir salbiy ko'z qarash bo'lib, şu virus meselesinden keyin naiti cho'nqurlash bo'lyapti. Amerika'nın misal keltirgan bolsak, bu cemaatninki Xitayga nisbatan partiya çizgisi ayrılmagan bir ahval aslında. İctimai cihetde hazır 70%'den artık Amerika vatandaşlar Xitay hakimiyetiga nisbatan salbiy ko'z qarashdi. Bu siyasetinki burunqi 30-40 yil ichida davom qilgan siyasetinki xatoligini to'nigandan boshqa wrong direction'da xato yo'nalish tutganliklarda qamishdan bir ahvol bor. Üçüncü bu iqtisodiy masalaga kelsak, hazır Amerika şu Amerika'nın prezidentinin bir gayri resmi yosun bir gitvatı yılın 5'de kısa davalına güzel boğul düşür. George Washington'dan saylam edilgen bolsam da tutulatın degendek. Yani George Washington Amerika'nın kurgan birinci şu Amerika'nın tuncu reisi, Cumhur reisi. Yani bu gap mındaq sılga anlaşıqı galibilik anılganda asas var sözde. Çünkü Amerika'nın iqtisadi şu 3. ayga şu virüs meselesinden keyin bütün dünya iqtisadi hazırlıkta to'xtab qolgan holatga kelishni oldida naiti ciddi, naiti güzel, naiti sağlam minvatgan bir mezgil. Hozir u yo'q bo'ldi. 50 milyon yakın Amerika vatandaşlar işsizlikle yüzlanıyordu. Yani bu mesele qaraydigan bolsa, şu prezidentin ağzından çıkayotgan bazı ifadeler ve reallikni ko'rsatganda Xitoyni ayblaydigan bir ahvol. Yani ondan keyin bu body bag meselesinde bu insaniyet kurban meselesi kelsak, bu yılın ahir birinci ay kadar 210 ming yakın Amerika vatandaşları hayatını kurban bergan ahvallarni qiyas qilyapti. Yani bu hazır günden günge 1 mingdak 2 mingdak adam o'lyapsa, Amerika'nın iqtisadi ahlatxonga taraf ketyapsa, bundan keyin dünya jamoatchiligida bunday salbiy ko'z qarash davom qilyapsa, Amerikadagi ommaviy fikrning 70%dan ortiqi Xitoyga nisbatan salbiy davom qilgan ahvol ostida
Bence hiç qandaq bir siyasetçi, hiç qandaq bir qanunsuz yemtirish organi yoki bir ma'muriy xizmatchi Xitoylarning manfaatini chiqish qilib ish qilishga jur'at qila oladigan bir muhitni ko'rgin bo'lmaydi. Reallik va mantiq tarafdan qarab ketgan chog'da. Shuningdek, hozir bu teknik suhbatlarga, andishlarga quloq solish kerak. Lekin realizm nuqtasidan chiqish qilib biz qanchada bu Amerikada 11-sentabr vaqasidan keyin 3000 odamdan ortiq odam vatandoshini qurbon qilgan bir davlat bütün tashqi siyosatda, davlat bexatarlik siyosatida, iqtisodiy siyosatida 180 gradus burilishni o'tirib chiqargan bir davlatning hokimiyatining hozirgidek mushtaq bir fojiali ahvol ostida konu muqam bo'yicha siyosatini davom qildi deb qarash menimcha biroz mantiqsizlik deyapman. Xo'sh, xo'sh. Ben hoş nima? Ömer. Nuriddinning gapiga. Masalan, jamoat fikri dedi, jamoat fikri Xitoyga qarshi jamoat fikri kuchli Amerikada. Yani birisi bu Uyg'ur meselesimi jamoat fikri kuchli. Buning kuchli bo'lganligining sababi ben Nuri efendim dedi, Amerika'nınki özününki başkasınınki hürmet qilgan uni azizan araçları. İkincisi onun ikincisi Muşu bizgi bo'layotgan zulmning bu Amerikada bu qirg'inchilikning ikkinchi dunyoda urushi jarayonida undan oldin Yahudiylar bo'lgan. Bu qirg'inchilik bilan nayta o'xshashlik bu yerda orasida mavjud bo'lganligi bu xalqningki bizgi bo'lgan hissdashligini qo'zg'ayotgan masala. Chunki shu jazo lagerlari concentration campida shu chog'da mavjud. Uningdagi mushu Xitoy hukumatininki bayonotida deb aytganda o'zlarininki niyatini oshkorlaganligi, o'sha Uyg'urlarga qirg'inchilik yuritilganligi haqidagi niyatlarini o'zining oshkorlaganligi. Uningdan keyin Uyg'urlarninki millionlagan Uyg'urninki o'sha jazo lagerlarida turilayotganligi sababsiz hech qanday yo'q. Ularninki faqatla diniy, milliy sababidir. Uyg'urlarning sababidir. Şundaki ikinci, şu zaman okşaş, şu cezalarında tatbik kılınan tedbirlerinin hazırki Xitoy'ningki cezalarında mı okşaş tatbik kılınıyor. Ökün mesela 7. ayınki vaktini unutmadım. 3. günü mü? Ne oldu deseniz, neme? Amerika Tamoz İdaresi 3. Ağustos günü Tamoz İdaresi Uygur bizninki vatandan Xitoydan nima qilgan bizning vatandan chiqib shu Xitoy orqali Amerikaga eksport qilingan, Amerikaga import qilingan 14 tonna chash inson chechi bilan yasalgan yağan chash nimesini buni musodara qildi. Yani bu musadara qilishi buningki jamoat umumiy jamoatga buningki bilinishi Amerikada yana bir o'xshashlik bu mavjud. Yani chaqdimi Yahudilarga shu nima tatbiq qilingan. Ularning uchashlari, ayollarning uchashlari ketsa deb shu nima ishlatgan. Uningdan keyin bularga yana ta'sir qilgan nimasi, masalan, pul ishchi masalasi. Mesela paxta meselesi bir adım Amerika'nın tarixinde mevcut. Onun birdemdeki kelime mi Ömer'ka? Onun birdemdeki kelime. Xo'sh, unda olsa şu Amerika'nın ahirgi şu bulup bir yılda Xitoyga yurgizgan jazolarga bir qarab baksak, Xitoy şirketleriga qo'yilayotgan aqdan kun siri chiqyapti. Bizning xabarlarimizni beryapmiz. Nurg'un shirkatlar, o'nlab shirkatlar qo'shilib kelyapti. Bingtuan ve Xitoy saqchi organlariga jazo qo'yildi mesela. Bu jazolar Xitoyga qanday ta'sir ko'rsatdi? Nur yapamiz mesela. Abay degandek bu ilki bir davlatninki bu o'xshash prinsip boshqalarga ishlanadi. Siyosiy, iqtisodiy manfaatga taqashgan chog'da nishonni o'zgarish majburiyati qoladi. Endi bu savolingizga javob berish uchun bu 30-40 yildan yarg'a bo'lib Amerikaninki 90 yıllarda Xitoy hokimiyatini, Xitoy davlatini Dünya Sog'liq Tashkilotiga tashviq va yordam bilan kirishdi.
dünya iqtisodini Xitoyniki bir sağlam bir sistem bilan a'zo qilish orqali texnologiyasini yuksaltirish, ma'rifini cho'nqur yaxshilash orqali bu dunyoning o'xshash tarafiga dünya jamoatchiligi ekilimiz degan bir nishoniningki mag'lubiyatining ifodasi deb ko'rilyotidi. Bunda bo'lishning sababi shu iqtisod, shu texnika, shu ma'rifdan yetildigan, erishgan bu imtiyozli bu Xitoy hukumati dunyoning bu demokratik sistemlarini, axloq o'lchamlarini, vijdoniy prinsiplarni burg'ulash, o'zgartirishga ishlatayotganlik uchun hozir Amerikaning yetakchiligidagi dunyo jamoatchiligi iqtisodiy kuchlar o'z vaqtida shu kuchlantirish, iqtisodiyotni kuchlantirish orqali tarixning to'g'ri tarafiga dunyo jamoatchiligininki axloq prinsip asos qilgan guruhga ekilishning planining amalga oshmaganligini his qilganlik sababidir. Hozir Xitoyninki iqtisodiy jihatdagi ahvolni tizginlash, mushtaq ko'z qarashlar, harakatlar, siyosatlar o'tirib qo'yilyapti. Endi hozir Xitoyni kiritayotgan, cho'ng gap qildirayotgan, hatto 50 dan ortiq taraqqiy qilayotgan, taraqqiy qilmagan davlatlarni bo'lib, musulmon davlatlarning o'zining yanchib qo'yib olgandek mushtaq ahvolning tub sababi Xitoyning iqtisodiy kuchi. Endi hozir bu Amerikada o'tirilib turib, Xitoyning iqtisodiy siyosatiga emir berish, bunday qil deb ularga siyosat tuzdirish menimcha toz reallik uyg'un kelmaydigan bir ahvol. Lekin tanqid qilish bilan masalalarni o'tirib qo'yishdan o'xshash vaqtda shu Xitoy jamoatchiligidan mal ilayotgan, mal eksport qilayotgan dunyodagi markalar, brend deymiz, markalarni axloq, emgak qonuni, xalqaro prinsiplar, siyosiy prinsip, shirkat prinsipi ilg'or bunday insoniy huquqni chiqish qilgan, axloq prinsipini chiqish qilgan tarafga rag'batlantirish orqali buni o'zgartirish mumkin degan mavqe o'tirib chiqyapti. Şu an diğer bu atkan xizmatlar qandaqdir Xitoyning shirkatlari bilan qarqilayotgan masala emas. Masalan, bu 48 tizim qilingan qora tizimdagi organ shaxslar bo'lsin, bularni tizimlash orqali Amerikaniki texnik shirkatlarining, xalqaro shirkatlarininki Xitoy shirkatlariga va Xitoyga iqtisodiy injin bo'layotgan, motor bo'layotgan shirkatlarga texnika, yumshoq detal bo'lsin, qattiq detal bo'lsin, ta'minlashni cheklash orqali shu hukumatni siyosiy tuzilmasini o'zgartirishga isloh qilishga majburlayotgan ahvol bor. Tabiiy hozir bu Xitoyniki bu ahvolda buni o'zi demayotgan bilan iqtisodiga ta'sir bo'lyapti. Masalan, ba'zi cho'ng shirkatlar hozir shu Avstraliyadagi Kamberadagi tadqiqot o'rnining e'lon qilgan ASP'ning e'lon qilgan nimasida reportida 80 dan ortiq shirkat bu Xitoyninki bulg'angan ta'minlash zincirininki qurbon bo'lgan ahvol bor. Onun için mesela şu Apple şirket deymiz, Hugo Boss deymiz. Dünya qo'llanlar tekkan malninki, bo'lib to'qimli mallarninki shundan bulg'anlar mavjud bor. Endi buni o'zgartirish orqali bu chet eldagi shirkatlarning qilmishini tizginlash, sistemlashtirish, tuzash, pokizlash orqali Xitoyning sistemiga ta'sir ko'rsatadi. Ta'sir ko'rsatish orqali ularninki siyosiy tuzilmasiga o'zgartirish kiritish mumkin degan mushtaq narsa bor. Bu burun boshqa davlatlarda bo'lgan. Şu qo'li yetmaydigan yerdan to'la aplashmay, Amerikaning chiqayotgan pozitsiyasi, mesela Amerikan tashqi ishlar ministri Business Advisory e'lon qildi. Bu kapitalistik ekonomiya bo'lgani uchun berib shirkatlarga anda tuzum qil, bunda tuzum qil deb berilmaydi. Bunday ümumi yo'q. Nima ish qila oladi deganda, ularni yetakchi kuchlar, yetakchi axloq prinsiplar bilan xizmat qilishga, tijoratga tashviq qilish bilan birga qonuniy yo'llar bilan tizginlaydi. Mesela hozir Uyg'urlarning shu masalasini hal qilish uchun, Xitoyning iqtisodiy masalasini hal qilish uchun Uyg'urlarga bog'langan qulluq tuzum asosidagi Amerikaning kongressida maxsus qonun ko'rilyapti. Undan boshqa shu hozirgi Xitoyningki Amerikaning iqtisodiy supply chain bulg'anligini hal qilish to'g'risida yana bir nechta turli qonunlar o'tirib qo'ydi. Shunga buni yig'ib bitgan chog'da bir davlatninki siyaset tuzilmasini, siyosiy prinsiplerini, diplomatik qoidalarni o'zgartirish uchun iqtisodiy jihatdagi manfaatlariga diqqat e'tibor berilib, hatto ba'zi tadbir qo'llanish tarixdan yaxshi natijalar chiqargan ahvol bor. Shuni hozir shu g'arb ellari bo'lib Amerika
icra qilyapti va ijro qilish oldida turyapti. Xo'sh. Endi majburiy emgak masalasi tilga elindi. Şu müşahedenden yani biraz açsak tıxı bir qancha kun oldida hozir 250 dan ko'proq xalqaro tashkilot majburiy emgakka qarshi birlashganlik xabarini berdik biz. Endi bu majburiy emgak masalasida bizning vatandagi Abay Ömer Qanat efendim dedi. Musadir qilishga boshladi masalan bizning vatanda ishlab chiqarilgan yolg'on chash, inson chechiva masalalarini ham majburiy ishlatilganligi uchun deb qilindi. Uning kendimde bir yerde bu ceza fakat Şarkı Türkistan'daki Xitay şirketleri bilen laqab qalmaydı. Hatta işkirdeki başka çoğun şirketlerin təminlik için Xitay şirketleri var, hatta chet el şirketleri mi qandaq ta'sir uçraydı. Xitayga keltirgan iqtisodiy ziyni tasavvur qilib bilamdi mesela buningki. Albatta buningki Xitayga iqtisodiy ziyni çok iqtisadi ziyan bo'ldi Xitoyga. Bunun biraz ma'lumot berib o'tay. Bunun biz yetakchi qilyapmiz. Shu 250 tashkilot shu majburiy emgak qarshi ilib beryapti harakatiga. Bu cho'ng dunyodagi barliq ishchi nimaları, uyushmalari, bunun da insan hakları teşkilatları bo'lib 70 etrafında Uygur teşkilatım var. Dünyanın her tarafı Uygur teşkilatları. Onun ikinci kağını bulanın kendisi şu çoğun halkaralık teşkilatlar. Bununki maksat dersiniz birincisi şu Şarkı Türkistan'dan mesela bazı şirketler hazır Türkiye bu ticaretini devamlaştırıp demek ki o ne bizimki şey bu mecburi emgak bilen hiç qandaq nimesi yok. Yani şimdi kılığın olmaydı arkadaşlar. Çünkü Şarkı Türkistan bütün nimesi bile hem bir yerde bu mecburi emgak var. Şununla bizimki şirketlerden talebimiz bütünler Şarkı Türkistan'dan çekinip çıksınlar. Hoş. Bunu mu çekinip çıkan çağda o çok ilan kılıp biz şu nime sebebinden pul işçi meselesi sebebinden biz bir yerdeki münasebetimizi şu ticaret nimesi bilen toxtatdı diyen kılıp çıkışlan diyen. Bunun buldu bu Xitay'ınki dünyadaki obrazından ikincisi en iktisadi cihetten bu Xitay'a çok zarbe buldu. Bu yalnız Şarkı Türkistan'da da emas. Çünkü Şarkı Türkistan bayan Nuri Efendim dep ötkendek ma ASPI Avustralya'nınki şu tadqiqat organınınki burada hazırgıça mesela 80 binden oşup toplumdaki Şarkı Türkistan'dan Xitay'ınki işkiri ülkeleri elip gelinip şu yerde mecburi emgak siliniyotganligi nimasi var. Şunun da demek ki bu fakat Şarkı Türkistan'da emas, şu Xitay'ınki işkiri ülkeleri de mi bu devamlaşıvatıdı. Şununla şunu ilake közde tutuş gerek bu şirketler. Şununla her kanda bu Şarkı Türkistan Uygur mecburi emgakçiler içişleri boğan her kanda şirketler münasebetlerini üzüp vermek diyenleri. Bunlar ait çok olgulu kozladı. Bunu mu mesela vatandaki bizim vatanda nima qilgan Şarkı Türkistan nimasi de paxta meselesi, kiyim keçek meselesi mesela. Bayam deb o'tganimizdek bu Bintwanninki qo'lida asosan bu paxta nima Xitoyning %80 paxtasi bizning vatandan ta'minlanadi. Shuningga bu yerda ishlab chiqarilgan hamma nimaninki o'sha pul ishi bu Uyg'urlarni pul ish chiqarayotgan shirkatlar bilan ketishlig'i bor degan nima şunun hüküm şu an biz o iş kandak bir yerde her kandak şirket bizim Şarkı Türkistan'daki her kandak şirketi bu nime bile bulgangan gap bu şu mecburi emgak bile. Bu hazır Amerika kanunu mu Uygur mecburi emgekini tosaş kanunu yani. Bu kanunu hazır kongrede günden günge bunu kongresmenlerin senatörlerin sani köpüyüyordu ve bununki maksadı bu bütün Şarkı Türkistan asas nemesi bu kanundaki bütün Şarkı Türkistan'ı bir
mecburi emgek rayonunda ilan kılıyor. Demek ki öndeki dünyadaki iş kandak bile sırtki bir şirketin ki ticaret kılışı mümkün olmaydı. Bulup mu şu kim geçecek pakta muşu meselesi. Onun da elbette nime muba hamidor mesela nurgun başka nimeler var. Çünkü Uygurlar böyle nimede emez. Her kanda nimelerde karhanlarda, fabrikalarda çıkıp bizninki bu nimedekilerini koyup verdi Uygurlarını üyeden çıkarıp ceza lagerlerinden çıkarıp şu nimelerde hatta Şarkı Türkistan'daki ve Xitay'ın karhanı fabrikalarına verip üyede pul çıkıp işletvatlarga. Hoş. Hem de hakikaten şu dairede şu Xitayga bo'lgan qul işçi meselesinde hakikaten hem de tarihi bir hadislerge şahit buluvatımız. Amerika'nın iqtisadiga zor derecede menfaat keltirayotgan dünyavi bir şirketler tıxı yıqındılar Alma, Google, Facebook, Amazon şirketlerinden başlıkları Amerika Kongresi tarafından hemmimiz çağırtılıp ularning şirketlerde mecburi emgek meselesi de qandaq qarawatıdı, şundaq işiltivatqanlar barmı degandek sual so'raqqa mecbur qaldi hamda. Amma dunyoning eng danglik şirketlerinden başlıkları hamda. Hamda bu hadisega şahit boldik. Ama bunun hammasi bu nimani tushundirdi Nur efendim. Onun keyinden Amerikada mesela Uygurlarga qarata yoki Xitoyga qarata asosliq mesela Uygur hamda bu savollardan mesela aşındaq mecburi emgek biz Uygurlar işiltivatimiz ham deydi. Uygurlar qarata bu derecede histoshlik Xitoyga qarshi uchunmi yoki Amerika madaniyatida shundaq bir an'ana bormi degan bir savol keldi ham deydi. Qaysi burun, to'qi burunmu, tuxum burunmu degandek bir mesele endi bu. Bu nimenki bu bunchalik bir siyosiy muhitning shakllanishiga tabii ki Amerikaliklarninki an'anasi, tarixi, ijtimoiy hayoti, ondan keyin şu irqiy, diniy masalalarga nisbatan uzun yillardan beri ma'rif sistemasi shakllangan prinsip meselesi yetakchi kuch deb qaraymiz. Yani tashqi amilga kelsak, bu Abay Ömer Efendi deb o'tdi. Mesela Amerikada bu plantation, cotton trade degan bir kelimalar kitaplarda, dersliklerde işletildi. Bu şu Cenab Şimal urushi olsun 1860 yillardagi. Bundan keyin şu hozirgi davom etayotgan şu irqiy kamsitish masalasi hamma narsa şu cho'gilab olib şu paxta tijarati degan chog'da o'zi aqtallikning qartallikni qul qilib ishlatgan hozirgi Xitoy Bington boshchiligidagi Xitoylar Uyg'urlarni mesela ben Qashqarda tug'ilib cho'g'ilgan kichkindan tortib shu Bingtonniki Uyg'urlarni aşağı qilib ishlatgan paxtazorlikda haqsiz ishlatganini ko'rib anglab cho'g'ilgan mesela shaxsan. Yani müştak o'xshaydigan müştak bir ijtimoiy muhit mavjud. Endi bu Xitoylar qarshi strategiyalik planda bunga turtki bo'ldi desa, tabii ki undaq bo'ladi. Bir davlat degan davlat manfaati bo'ladi. Davlat manfaatini chiqish qilish uchun, davlat manfaatiga foydali qo'g'daydigan siyosiy tuzumni chiqish uchun uning har turli omillar, ichki va tashqi omillar bo'ladi. Yani Uyg'ur masalasiga bunday ijobiy Ömer Efendi'nin aytib alqiliq muhim masalalarni ko'rmanlarga ta'kidlab o'tdi. Bu bipartisan deymiz. Chegara siyosiy maydon, millat, irq ayırmaydigan shundoq bir masala. Mesela ben ishlaydigan bu organ bipartisan organization. Cumhuriyetlarning boshlig'i va demokratlarning boshlig'i xizmat deyiladigan mushtaqilga. Endi Uyg'ur masalasi shundoq bipartisan, partizm bo'lmagan ideologiya chegarasi, ijtimoiy chegara, milliy irq chegarasi olmaydigan masalaga aylanishning tubdan sababi Amerikaliklarning an'anasi va Uyg'ur masalasiga Xitoylarning yurgizayotgan siyosatining texnologiya jihatdan bo'lsin, bu bexatarlik masalasidan bo'lsin, iqtisodiyatdan bo'lsin, davlat manfaatiga bevosita taqishadigan masala deb ko'rilayotganligining natijasi. Masalan, yakında New York Times'da e'lon qilgan bu bir maqola, bu PPE deymiz,
Personal Protective Equipment degan so'zning qisqartılması. Doktorxonalarda ishlatayotgan bir qism ishlatib tashlayotgan xalat, maska, palay, shu PPE'larni Diplomatning maqola e'lon qildingiz o'tganda. Mush to'g'rimi bir maqola e'lon qildim. Mushundaq bütün dünya jamoatchiligining kundalik shaxsiy ommaviy sog'lomlik masalasi taqshirgan masalaning Uyg'urlarning yangi zamondagi qulluq tuzumi qurboni bo'lib, mushlarni mahsulotlarni ishlatganligi bu anglagan kallasi normal vijdoniy axloq prinsipi joyida bir inson qabul qila oladigan bir reallik emas. Xo'sh. Bunaqaki insoniyatning vijdonini silkiydigan bir masala deb ko'rsatdi. Bu mushundan masalalar turayotgan ahvol ostida bu 80 dan ortiq dunyodagi marketingki Uyghur qulluq tuzumi Uyghur qullarining qo'sh tirnoq ichidagi hamda inglizcha Uyghur slaves deb ilyotadi buni. Menchi bu xato bir kelim emas. Bu chiroyli zavod fabrika nashrishda islom qullanmaydi, ashonmaydi. Endi mushundaq bir ahvolninki tabiiy bir davlatning manfaatiga, bir ommaviy axloq prinsipiga, vijdoniy axloq o'lchamiga taqshirgan masala bo'lishi nihoyatda normal. Ham yig'ib aytgan chog'da Xitoy hokimiyatiniki bu planliq, maqsadlik, nishonliq ilib berayotgan bu qirg'inchilik siyosati qandaqdir shu o'zlari xato mo'ljalliganda Xitoyninki o'sha IJOP'ni yetishni chiqarib bütün Uyg'urlarning communication uzilishi orqali sistemdan tutilgan bütün dünya bilmaydigan hamma jamoat o'sha iqtisodiy entanglement o'sha Xitoylarning chimishib ketgan iqtisodning qurboni bo'lib gapirgan, ko'z qilmaydigan, qaror chiqarmaydigan masalalar qilgan xohishninki xato mo'ljallashiniki bir ijobiy tarafdan chiqqan imkosi deb ko'raman shaxsan. Yani bunu işte oylagan, qaraydigan bo'lsanglar 2017-yilning 5-ki chiqqan siyosatdan şu 4-yilning 1-ki siyasetini devam qilib, hozir devam qilayotgan yangi hozir Yevropaga verish oldi turdi. Buning hammasi o'sha dunyo jamoatchiligi ko'rmaydi, ko'rsin ko'rmasin bir ifodasi. Ammo unda bo'lmadi. Chunki bu masala biz deyotgandek vijdongan axloq prinsipi taqshirgan tarixiy nachar bilan eslatadigan undan keyin dunyo iqtisodiy sistemini to'g'rilaydigan va davlat bexatarlik tahdid bo'lgan. Buni texnik jihatdan ko'rish mumkin. Shunday masalaga aylandi. Shunga hozir nega qaraydigan bo'lsak, Amerikada objektiv, kasbiy, paket va mantiq asosiy yozilgan har qanday bir materialda Uyg'ur, Hong Kong, Tibet, Tayvan degan kelimani ko'rish mumkin. Bu demakki Uyg'urlar masalasi Amerikaning strategiyalik, davlat bexatarlik, axloqiy, iqtisodiy, diplomatik, siyosiy, ijtimoiy masalasida tegishli yernaga aylandi deb ko'rish. Xo'sh. Ya'ni biz bir nima men bir nima ilova qo'yay. Bu yerda demakchi bo'lganimiz faqat Amerika o'sha Uyg'urlar butunlay o'sha insoniy hissdoshliklar sababidan Uyg'urlarga hissdoshlik degan emasman. Meningki demakchi bo'lganim albatta davlat manfaatini ko'zda tutib bu. Bayam Nuri efendim deb aytgandek her nimasi bilan harakati bilan sohada masalan askariy bo'lsin, siyosiy bo'lsin, iqtisodiy nimada Amerika bir tahdid o'tirib chiqyapti. Bu albatta Amerika bu tahdidning kelayotganligini ko'ryapti. Shuningga bu stratejiyalik manfaati uning ichida bo'lishi mumkin, lekin bu insoniy ishlar bu yerda bo'layotgan bizga bu Amerika qimmat qarshilariini dafsanda qilgan bu insoniy nima Xitoydagi bu zulm albatta Amerikada xalqning bo'lgan hissashligi masala davlatning siyosiy bo'lishi mumkin, lekin xalq ummada siyosatchilarda shu bizga bo'layotgan zulmninki bayanman degandek ham Amerika tarixida ham Amerikaniki nima ikkinchi dunyo urushi jarayonida bo'lgan bo'lib o'tgan qirg'inchiliklarni eslatganligi uchun yana bu xalqda bu nima bir Uyg'urlar qarta Uyg'urlarning vaziyati qarta Amerika ommasida omma xalqida bu cho'ng bir e'tiqod. Xo'sh.
Nuriye efendim Ben bir narsani qo'shib chiqib qo'ydim. O'shanga munosabatlik gapingizni kesayotgan bo'lmaysiz. O'tgan yil 9-oy balkim ko'rganlarning esi bo'lishi mumkin. Amerikaniki Osiyo Pasifik ishlarga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri David Stilwell bilan men bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yıllık yig'ini jarayonida bir muxbirlarning kutilish yig'ini ochgandik. Bunun da David Stilwell'ninki bir sözü var. Bu şuna munosabatlik so'ralgan savolga javoban. Bu nima deb Amerika hukumati bunday bir qattiq pozitsiyaga tuyuqsiz ham o'tdi? Bu masala qandaqsiga bu Amerikada ministerliklar orasida so'zlashadigan muhim davlatning programmasiga kirganda bunday bir so'zni deydi bu. Biz yillardan beri Xitoy hokimiyatiga to'g'ri ishni qilish uchun fırsat verdik, vaqt verdik, hatta tekliflerini verdik. Uyghur meselesinden o'xshashlar bir yildan beri nurg'un yaxshi tarafga mangadiganga rag'batlantiradigan taklif fikrlarda bo'ldik, ammo quloq silinmadi. Shu sababdan biz bu temperaturani o'rlatish qarorini verdik. Demak, endi bu yerda bütün narsaning, hamma narsaning bir jarayon oldu. Bu jarayonda ilib berayotgan hech narsa birisinin ko'ziga qo'lini tiqagandek yoki bo'lmasa birisi tutlab yig'tirgandek bunday bir siyosatda bo'lgan ahvol yo'q. Diplomatik munosabatlarda raqobatchilar orasida ko'proq ko'rildi. Amerika hukumati, Amerika hokimiyati yillardan beri bo'lib, shu 2-3 yildan beri Xitoy hokimiyatiga to'g'ri ish qilishni tashabbus qilish, talab jamoatchilikda yüzün sorun kılmaslık çünkü Xitoy hokimiyati bu jamoatchilikka face saving diplomasi deydi. Bu özünün sürütünün nimesininki simasının xunuklaşmaslıqıga e'tibor bergan bir hokimiyat bo'lgani uchun nurg'un jihatlarda e'tibor berilgan, yo'l qo'yilgan ahvollar bo'lgan. Uning ta'siri bor. Shuning uchun David Stilwell degandek Amerika hukumati Uyg'ur masalasida bo'libmi, hozirgi hozirgi ko'rilayotgan Hong Kong masalasida qattiq pozitsiya tutish, temperaturni yuqoritish qarorini berganligini ko'rib kelyapsizlar. Xo'sh. Bir nimaga men bir so'z bor bu yerda. Bu shu masalalar nurg'un talash tortishga sabab bo'ladi. Hamma yerda biz bu shu savol bilan qarshilashayapmiz. Masalan, Amerika buni o'zininki iqtisodiy nimasi Xitoy bilan bo'lgan raqobati shu sababdan Uyg'urga ega chiqyapti. Endi shu savolni so'rashdan burun endi shu savolni so'raydiganlar deganimdekcha so'ralyapti bu savol. O'zlaridan so'rash kerak. Mushundaq davlatlar o'zlari mushunda bir qirg'inchilik yuz beryapti bir nimada. Mushu qirg'inchilik ko'z oldida yuz beryapti. Hozir hech kim buni bizning xabarimiz yo'qka, yiliqi nima paket mavjud emas delanmaydi hozir. Hamma yerda o'tirib chiqib, bütün paketlar mavjud. Xitoy hukumati dunyoning ko'z oldida, hamma dunyo jamoatchiligining ko'z oldida Uyg'urlarni yo'q qilish uchun harakat etib beryapti, Uyg'ur xalqiga qirg'inchilik elib beryapti. Buni hamma nimasi bilan isbotlangan bir ahvol. Mushundaq turib, buningga qarshi Amerika buni to'xtatish uchun bir harakatga o'tsa, bir tadbirlarni olsa, uni qo'polsa, va Amerika o'zining manfaati uchun, Amerika iqtisodiy manfaati uchun bundaq qiladi, shundaq qilyapti deb mushundaq talash tortishlar mavjud. Shuningga bu talash tortishni qilishdan burun mushundaq talash tortishni boshlagan insonlarningki o'zi bir o'ylanib beqish kerak. Men nima qilyapman? Bu Uyg'urlarning mushundaq bir qirg'inchilik yuz beryapti. Buning qarshi men nima ish qilishim kerak? Men nima qildim deb. To'g'ri, to'g'ri. Xo'sh, unda bo'lsa Nuriye efendim yana sizdan so'rayim, qonun qanaqadir bog'liq uchun xalqaro Magnitskiy qonuni bilan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunining farqi nima? Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunininki markaziy nishoni Uyg'urlarga yurgizilayotgan bu bostirish siyosatini bostirish siyosatiga nisbatan halklık, noktalık, merkezlik çıkarılan bir inkas bu. Yani legislative response deyimiz buna. Onun için bu Magnitskiy kanunu hem de şu Sergey Magnitskiy bu Amerika'nın vatandaşı, hazır İngiliz vatandaşı olan Bill Brother'ın ki advokatının ki şu Rus hakimiyeti tarafından öldürülgenlik sebebinden
2012 Magnitsky qonun deb e'lon qilib, 2016 yili Xalqaro Magnitsky qonuniga kengaytirilgan. Bu qonun xalqarodagi bütün davlat hokimiyatlarga ishlatilgan qonun. Uyg'ur UHRP Act faqat Uyg'ur masalasiga qaratilgan, Abay Umar afandim tasvirlab o'tgan xalqlik masalalarni markaz qilgan, Uyg'urlarning hozirgi masalasini hal qilish uchun qo'llanilgan qonuniy tadbir. Xo'sh. Unda olsa, shu Chingvango va uning chaparmalariga qo'yilgan jazoninki ahamiyati, ular Magnitsky qonunidan jazo berildi ularga. Mishadin kirsak, bu jazoning ahamiyati andikin biraz burun Ömer efendim so'zlab o'tdi, shu Bingtuan bilan saqchi doiralarga berilgan jazoninki doirasini biraz oshgan bo'lsa, qanday ta'sir ko'rsatdi degan bu narsa. Her iş kim anlasın? Bak. Siz kelinsiz, buyurun. Ya bu nimaga bu ijro etgan bo'lsak, endi bu Magnitsky qonuniki bu bir inglizcha punitive deydi, bu bir jazo qonuni emas. Buni tizginlash, oldin olish xarakterli bir qonun. Uchun endi Amerikaga bu Magnitsky qonunining ikki cho'ng halqaliq nuqtasi, birisi shu hayot erkinlik, yana birisi shu bilimda. Eğer bu Magnitsky qonuni bo'yicha embargo qilingan shaxslarning Amerikada bank hisoboti, ticari manfaati yoki ticareti bo'lgan ahvol ostida buningki mitinayt cho'ng'ur. Yana birisi urug'liqlari bo'lsa, yana birisi hayot cheklanmasi. Hozir bu Xitoyda bu engilingan embargo qilingan shaxslarningki bu jihatda bevosita bir bağlanışı badek ahvolni texi biz ko'rmadik, lekin yaqinda bu Hong Kong'ningki valisi Carrie Lam'ningki kartning ba'zi kredit kartlarının ishlamayotganligi, to'nlab qolganligini ifodalashidan shu iqtisodiy jihatdagi ta'sirninki bekka cho'ng bo'lganligini ko'rilishi mumkin. Lekin Xitoy hokimiyatining odamlar bilan bo'lgan tashqi siyosat va boshqa jihatlar, tijoriy munosabat ya boshqa jihatlardagi eng ahamiyatli narsa ularning jamoatchilikda qanday namoyon qilinishi. Xitoy hokimiyati narsaga cho'ng e'tibor berdi. Birisi iqtisodiy manfaati, dunyo jamoatchiligidagi siymosi, ya'ni qanday qilinishi, qamishtirilishi uchun shuning uchun bu hokimiyat gayet keng ko'lamli shu tashviqot faoliyati, undan keyin moliya jihatdagi schotlardan foydalanib, o'zining dunyo jamoatidagi imijini, siyosini tuzash uchun siyosini chiroyli ko'rsatish uchun. Shuning uchun bu yuyib tarash harakatininki amalga oshmasligiga Magnitsky qonuni tizginlash rol oynaydigan bir ahvol. Magnitsky qonuni bo'yicha bugun qadar shu Uyg'ur masalasi, Uyg'urlar munosabatidagi 4 shaxs va Bingtuanning angilishdan burun faqat va faqat bir Xitoy hokimiyati amalda o'tgan emas, burun o'tgan birisi angilingan. Endi shunga 2016 yil tartib 2020 yilgacha bo'lgan ahvol 4 yil jarayonida faqat va faqat bir Xitoy hokimiyati Xitoyda birisi angilingan. Lekin Uyg'ur masalasiga kelgan chog'da 800 dan ortiq shell kompaniyasi va Bingtuan angilingandan boshqa bu Xitoyninki siyosiy byurosi o'tgan bir amaldor 4 kishi buning amallanganligi Xitoy hokimiyatiga nisbatan o siyosiy jihat va imij, bu dunyo jamoasi qanday ko'rilish, qanday taqdim qilinish, qanday tasvirlash jihatida nihoyatda bir salbiy rol o'ynaydigan bir ish bo'lgani uchun menimcha garchi ularning bank hisoboti, sayohat plani va sayohat bog'lantilig'i bo'lmasmi, siymo jihatdan cho'ng ahamiyat bir eshitish mumkin. Hakikaten hem ro'yxatda cho'ng besim bo'ldi-da Xitoyga. Xo'sh. Bir nima qo'shmoqchiman. Albatta buning ahamiyati bu ikkinchi qatlamdagi bu jazo berilganligi ya qaratilishi kirgizilganligi simbolik bir ahamiyat. Simbolik. İkincisi ise Bayım Nuri Efendimiz de bitti.
İkincisi bu Xitay amaldorlarga berilgan bir signal var. Signal. Yani senin bu kılıvatkan kırgınçılık hareketin, Uygurlarga verivatkan bu zulüm siyasetin, bu ilki cezasını sen tatsen degan gap. Bu ilkinde hiç biz dünya cemaati bunu Kömez gibi ötüp ketmeydi o. Bununki hesabını sen verirsen degeldik hem. Yani. Hoş. Bu şu cihetten bu naite çok bir signal. Bayla Amerika'nın yaman köygen bile Amerika'ya kilişini yanına ait yakıştırdı. Yani Ballarını uyardı okudu. Onların hemisi Amerika'da okugan, Amerika'da halaydı. Bu cihetten bu başka emel dağlığı mı bu naite bir ilake çok signal bulundu. Ben Uygurluğa karıtlamışım bu hareket katlaşsam demek ki ben bu şundak bir cezağa uçurayım. De bir bular bir agahlanır bir signal mı hesaplanır da oylayayım. Hoş. Amda şu ahırda yana amda bunun bir tilgap öteyli şu Huawei'den kin Huawei meselesi hemmizge ma'lum. TikTok, Zoom, Ündidar qatarlıq Xitayning nurg'unlagan app detallarning Amerikada cheklanishning sababi nima? Bir adamın bu çekleşmenin sebebi bunda. Bu Amerika'nınki bir arada naiti facialık mecburilik bir tenkitler var Xitay tarafından Amerika'ya nispeten. Mesela görünmelerinin haberi olgandek bu ictimai taratqı vasıtaları Amerika'daki mesela Facebook deyimiz, Twitter deyimiz bu Xitayda çeklengen. Hatta bazı şu telefonda işletildiğin app'ler WhatsApp deyimiz, Signal deyimiz, bular çeklengen. Lekin Xitayda Amerika'nın bunun app'leri çeklenmeydi. Çeklenmegen hazır kadar. WeChat olsun, TikTok olsun, yanımızda olsun. Ama Amerika'nınki bu Facebook olsun, Twitter olsun, qandaqdır milletni nazorat qilish va jinoiy qilmishga majburlaydiganga pok to'playdigan vosita qilish qatorliq axloqsiz qilmishlarga qo'llaniladigan bir vosita emas. Lekin Xitoyning WeChat olsun, TikTok olsun bu nazorat vositasi. Bu surveillance ishlatadigan vatandoshlarni xalqni surveil qiladigan, nazorat qiladigan va ash asosida jazolaydigan bir vosita. Hem bunun qandaqmı Amerika hükümeti bununla ruhsat kılalırsa. O Twitter'ga çıkıp Amerika'nı tanqid qilayotgan Xitoy hokimiyatining amaldorlari nima uchun undaqda Amerikaning ijtimoiy taraflarını Xitoyda hech o'tolmaydi? Bu verified account'u var, Xitoyning diplomatlari var. Xitoyning sözcüsü var. Amerika'nın atayından keşkiçe bu ijtimoiy taraflarda Amerika'nın ijtimoiy taraflarında tanqid qiladi, lekin o'xshash ijtimoiy taraflar Xitoyda cheklaydi. Bu qanday? Haqiqatan bir zidlikda hamda, to'g'ridan. Hamda o'sha elchixona taqash masalasiga bir gap baqsaq, boshda ya'ni bir satchilik bilan Amerika Xitoyninki bu ig'ir gaplarni qildi. O konsulxona emas, balki o josuslik o'rni deb Houstondagi bu konsulxona taqidi uni kendan Xitoy javob bergan bo'ldi. Mushu masalalarniki oldikani biroz ko'rmalarimiz desak. Hamda bu meselede elbette Amerika bunun uzun düzeltken gap. Bu konsolxananın Texas'taki mesela bununki asaslık bir casusluk merkezi boğanlığını. Zaten bütün Xitayların mındak etsek bu Xitay elçihanlarında tanqid polisi olanın şu Xitayninki bexatarlik organlarının xodimlari her nam, her qandaq unvan bilan kelib, bu yerga yerleşib casusluk faaliyeti iltirat. Bu nurg'un o'quvchilar uyushmalari, Amerikada Xitoy o'quvchilar uyushmalari. Bularning hammasi bu Xitoyning elchixonasi orqali qurilgan, elchixonaning şu bexatarlikni hammasi casusluk faaliyetini şu orqali keng ko'lamda ilib berayotgan biri. Bu şununla hem de bu nimada Amerika hükümeti elbette Amerika'nın istihbaratı bu keşf qilgan bir qarorda men shunda deb o'ylayman. Chunki bu ne vaqt bu nima
takılış gerekti ama mesela bu demokratik bir devlet bo'lgandiki, nayet uzun elip verilgan tekşürüşlerden keyin qo'llarım isbotlar tushgandan keyin aniqlik haqaydi ekan. Bunun mençe şu sebepten takıdı. Onun da hatta belki şu taraftaki Uygurlarını mı tüzetken buluşu mümkün. Çünkü şunda hareketle buldu Amerika'da. Xitay organlarının bulunsun Amerika'daki bu Uygurlar'a hatta telefon, devamlı telefon geldi Xitay'ın bir yerden. Biz Xitay elçixanasından telefon kalıntımız deydi. Uygurlarını her yolla bilen, mesela Uygurlarını ipeysak, tehditten, onun dışında bir aram kuvvet, nurgun. Heyli hem kılamdı sizlerine mesela? Evet. Heyli hem kılamdı sizlerine? Uygurlarını. Yok biz ne? Biz kullanmaydı hem de. Bizge telefon kilidi o. Hatta hazır mı kilidi o? Her günde gider Xitay'ın elçixanasından telefon kilidi. Bunda senin gibi alıngan anba bir nemeden ivetilgen bir neme badigen de bazısını bilmem Uygurlar kilidi o telefon. O bir aram kalan telefon. Ama bunda telefonlar bulup mu müşahede hem de bizning statusi bo'lmagan bunday ojiz yanları bo'lgan yoki tuqqanlari nimada aslida bo'lgan yo kamplar lager turilgan insonlar yana yamanjiq bearam buni vaqtida Xitoy tarafida bularga hatto bizga necha degan bolalar ketdi hatto kelib bularga bizga shunda axborot to'plab uchur to'plab avatsan degan ahvollar. Ularning nerede turup, nerede turmayotganligi, nerede beriyotganligi, nerede ishlayotganligi, qaysi maktabda o'qiyotganligini bilib turadigan ahvol. Chunki ular mushaqlik bütün uchurlarni Xitoylarga ivatish kerak. Xo'sh. Bu jihatda Amerikaniki mushu tadbirlarni ilishda asta buni tutib chiqayotgan nurg'unlagan profesörlerin hatta Amerika'daki ünlü çoğun profesörlerin çoğun tatbikat orunlarınınki Xitayga işlegenligi bilip bilmey bazılarının işlegenligi bazılarının bilip işlegenligi nurg'un Xitayning buni bardagiga turan qolib inizda institutları orqali nene faaliyatdan ilib oshkorlanadi kundan kunga Amerika hozirga tadbir kullanmagan. Yani tunca ketem bir tedbir kullandı. Bunun için hatta bu işte tekimi konuşmam gelmeyecek. Nuri efendim bunun qo'shimcha qilamsiz yoki? Bu mandaq mesele bu diplomatik münasebette reciprocal access degan bir söz var. Reciprocal degan gap o'xshash degan gapimda o'zaro o'rtaq o'zligi barabar. Bu her devlette bir embassy buludu, başkentide, paytaxtıda embassy degan şu elçixana degan söz. Bundan keyin o'xshamagan shaharlarda iqtisodiy, ijtimoiy va ma'rif jamiyatdagi va shu yerdagi vatandoshlarga qulaylik tug'dirish uchun konsulxonalar ta'sis qilindi. Endi hozir bu Xitoydagi konsulxona Amerikanisining soni bilan Amerika'nın Xitoydagi konsulxona soni bilan Xitoyning Amerikadagi konsulxona soni orasida barobarsizlik mavjuddi. Masalan, Xitoyninki konsulxona soni Amerikada birsi ortiq. Shu sababdan bu Uyg'ur tashkilotlari, Tibetning tashkilotlari va Uyg'ur Tibet himoyachilari yillardan beri ya Lasaga unumisa Amerika'nın Orta Asya'da iqtisodiy, ijtimoiy va bexatarlik tadqiqoti manfaati bo'lgani uchun Ürümçi'de bir konsulxana içine teşebbüs qilayotgan ahvollar ko'p bo'lgan. Endi bu Xitoy bunga yaxshi bir inkos qaytarmadi. Aslida bir konsulxona uchun bu reciprocal, bu san jihatdan tangtonlashgan ahvol shakllanadi. Endi yana birisi bu Amerika hukumatini huzursiz qilgan, shunday bir qarorni chiqarishga majburlagan omillardan yana birisi bu konsulxonalarning qandaqdir vatandoshlarga tijoriy jamoatchilikka vatandoshlikni bu yerga Xitoy vatandoshlar ko'zda tutildi.
bir casusluk organınınki yadro merkeziga aylanıp kalganlığını taraflardan aldığını düşündürüyordu. Hem bu neymiş ki Houston aylanıp kaldı degan sual kelishi mümkün. Dünyadaki şu tadqiqat bulutmu sağlamlık tadqiqatı şu rak kesilgine nispeten tadqiqatınınki merkezi Houston'da. Bundan başka bu Xitaylar 1000 talent, 1000 talent deb bir program o'tirib qo'yib, Amerikada o'qib yerleşip kalgan özünki Xitay milletidan bo'lgan Amerika vatandaş şu science şu mutaxassislerini teklif qilish hareketining devam qilayotgan izchillashgan boshlang'ich kontrol merkezinin olmamış Houston bo'lib qolganligini ham işte ta'riflayotgan ahvol bor. Ondan başka bir yerde yana bir reciprocal access münasebetlik en azı bunda radikal bir kararların çıkışının sebebi, bunda katlı kararların çıkışının sebebi Amerika'nınki Xitay'daki diplomatları, Amerika'nınki matbuatlık işlerinden muhbirler, Xitay hükümetinin daim çekilişiyle kontrolüne ceza uçuraydı. Lakin Xitay'nınki muhbirleri, Xitay'nın diplomatları Amerika'nınki devlet zemininde bunda çeklem uçurmaydı. Amerika'da Xitay doğru hakikaten. Amerika'nın Xitay'nın Amerika'daki diplomatları Tashqi ishlar ministridan ruxsat olmay bu yerlarga bir nutq so'zlaydigan, bu shtatga bora oladigan imtiyozi bor. Buni Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo yaqinda amaldan qoldirmoqchi bo'lganligini ifodalab o'tirib qo'ydi. Xitoyda Beijingda ishlayotgan elchi Urumchiga berib oilasi tutib ketgan bir Uyg'urning oilasini ko'risholmaydi. Urumchiga berib siyosiy jihatdan yoki Lasaga berib siyosiy sabablardan turmuq qilib qolgan mahbuslardan görüşemeydi. Lekin Amerika'da yani Xitayning merkezden ruhsat almay turib bir elçi Amerika elçisi bizning vatanga yoki boshqa yerga xohlagancha aeroplan bilet ketemem-da. Kanada'nınki vatandaş Hüseyin Cencil'ga Kanada'nınki konsulxonasidan ko'rishga ruxsat berilgan ahvollar xabarda bo'ldi. Mesela bizning ilam to'xtini hozir berib Amerikaning berib turmada yo'qlayolmaydi. Mutlak bir çeklemeler bu vatkanda bu level playing field deyimiz bu meydan tüzemez haldir. Xitaylarga tüptü Amerikalılarga nispeten dongul. Bu bir yerdeki bu Xitay hakimiyeti oturuğa çıkıp sözlegen çağda bu özününki işlep vatkan berabersizlik, haksızlık siyasetlerini herkes demeydi. Lakin bir yerde Amerika hükümetinden yürgüzü vatkan bu siyasetleri, bu diplomat kararları mecliste biraz keçikip çıkıvatkan karar deyip görüş mümkün. Hoş. Hakikaten hem son jihatdan mesela konsulxonaning sonidan emas, hatto shu yerda ishlayotgan xodimlarning sonimi Xitoyniki hassilab ko'pkan go mesela Amerika diplomatlariga ko'ra. Xo'sh, unda bo'lsa ham navbatda kun tartibga kelgan irqiy qirg'inchilik masalasi va hammamizga ma'lum. Bu Amerikaning mas'ullaridan tortib bu takliflar o'tirib qo'yilyotdi. Xitoyning elib berayotgan Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan bu vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb bekitish kerak degan masala o'tirib chiqyapti. Mushni biroz to'xtalgan bo'lsak, bu ehtimollikqa eshish nisbati qanchalik, hatto buni ham navbatda hozir Trumpningki raqib bo'lgan Baydenmi boshda bunda bir ching bir narsa demaganda, hozir buni o'tirib qo'ymoqda, mushni biroz to'xtalib qolgan bo'lsak. Nuriy apandimdan boshlamdik. Bu Uygur meselesi, Uygur kırgınçılık, Uygur krizi deb atılıbatıdı matbuatlarda. Bulutmuş ötkenki 3-4 yıl mabeyinde 2016 yılının ahırında bir hesaplap kelsek, azı 4 yıl deb hesaplasak bulut iken. 4 yıl jarayonida yürgüzüp atkan siyasetlerini xalqaro qonun boyunca muloyiz qilgan chog'da ve qo'limizdagi paketlarga asoslanganda ve Xitoy hokimiyati tarafidan chiqayotgan so'z iboralangan niyatlar qaralgan chog'da bu Uyg'urlarga bir genosidening bo'layotganligini sifat ishlatilmagan ahvol ostida straight out genocide deymiz. Tüp-tüz genocide kelimasiga uyg'un kelayotgan siyosatlarning yurilayotganligi yakin chiqarish tas emas. Lekin bu Uyg'ur masalasi burundan tübet meselesidek tonulgan cemaatlikte bir ammabab papiler deyimiz hak
fəxrlənib sözləydigan, tərgib qıldığan bir söz temiz bulmağın üçün bu nəhayət tez sürətdə cəmaatçılıqqa körüb öyrənməydigan, anlap həzm bulanmaydigan, qəbul qılanmaydigan reallıq məsələlər tarixdəki İslamlıq səhifələrinin təkrarlanışı kütməyən və qiyaslanmagan əsasına tez gələn üçün ötən bir işgücü cəryanında şu genocide degan sözge bu sübət kelimesini qoşaş mesela milli medeni qırğınçılıq degandek sözlerni işlətib təşəbbüs qılıb kelyatqan. Bunu mən şəxsən özümə orullarda, sorunlarda dikkat bolup sübtüm bilen paksiz, məntiqsiz gap qilishning to'g'ri emasligini ko'z tutib ve başkalarını bir tarihi əsli bilan əsildirilen çoğu söz kelimeler bilan yökütüp etmeslikine nazar tutup, mesela şahsen ben şu cultural genocide diyen sözünü medeniyet kırgınçılık edi. Medeniyet kırgınçılık. Hoş. Lakin bu yıl bu vaziyet, bu landscape, bu muhit tüttün özgerdi. Bunda buluşun ki bir nece sebebi var. Biri, Abay Ömer Efendi'nin diyendek bu şu Uygur ayallarının ki cinsi, cismani cihetten Xitayninki qirg'inchilik siyosatiga qurban bo'layotganligi bu Amerikadagi qonunshunoslar, siyosatchilar, diplomatlar ve yuqori amalda o'tirgan amaldorlarninki kallasiga darrov Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Yahudi ayollarining bilishilgan hikmatda eslatadigan bir eslama o'rtaga chiqdi. Ikkinchi o'zgarishi bu Germaniyadagi tadqiqotchi Adrian Zensninki Xitoy jamoatchiligi ma'lumot o'ttirib turgan mesela mavjud bo'lgan Xitoy hokimiyatining o'zining e'lon qilgan ma'lumot asosida open source informatsiya ta'minlagan tadqiqotchilarga shu nopos tiklash masalasi. 3 yil davomida 80% ve 1 yil ichida 20% Uyg'ur noposning cheklanganligini bu deliller bilan o'tirib qo'yishi yana bir bosqichga keldi. Anadaki üçüncü bir mesele bu Uygur farzandlarining mecburi ata-onalardan ayrılıp o'tishi. Bu normal insan bir qabul qila oladigan, sizning farzandingiz bo'lsin, bo'lmasin, yoki hayotingizda dada bakan, ana bakan bo'lish bo'lmasligingiz bir shart bo'lgan bir mesele emas. Hech qanday bir farzand ata-onasidan ayrılıp o'tmasligi kerak. Bu mesele şu 3 mesele bulup mu ahırda 2 mesele bivasıta Xitay'ınki kılmışı ve niyetinden birlikte halkara kanunu belgelengen şu kırgınlıkta verilgen kanunu tabirge bivasıta takşırılan ve ispatlanıdığan iniqlim verilgen mesleği aylanğanlık için hazır 2 sözüne ait öğrenmek için tabi. Concentration camp. Bu yığılış kamp. Onun için genocide. Yani tabii bu genocide degen söz, concentration söz işletilgen çağda millet, cemaatçilik derhal bu cismani zerbe boluvatkan doğru kolunu ispat yok deydi. Bence bunda qarash hata. Öz vaxtıda Hitler hakimiyeti Yahudilarni ciddilerle sonra götürüp ocak taşlagan çağda bir şeyde kamera koyup yapılan emez. Üyege muhbirlar tekşügün verip o çürütülgen orukla sıkılıkta kopagan Yahudi otomuzlarını şahslarını interview kılıp report çıkagan emez. Hükümetler verip o Dachau'da Auschwitz'te verip yerdeki mahpuslarını bir ularning tarixini belgilab material toplagan emas. Şuna bu cismani jihatdan qirg'inchilik bo'lmaganlik uchun hozircha aldirab ketish to'g'ri emas deyishni o'zimni mencha biraz mantiqsiz bir gap. Ondan keyin yana birisi bunda qirg'inchilik bo'lgan chog'da hokimiyatlar bu tarixda isbotlangan bir haqiqat yoshurdi ve o'zining siyosiy qilmishining to'g'ri bo'lganligini ko'z tutish uchun har turli harakatlar qilib boradi. 1936'da Hitler mesela Olimpikni dışarı özünün Germaniyasini, özünün Hitler hakimiyetini, bu Nazi hakimiyetini doğru gözcük bulungan. Şuna okşaş, 2020 yılı, 2022 yılı Xitay hakimiyetini Olimpik, kışlık Olimpik
etiş arqali özünün qilayotgan qilmishini xato emasligini ko'rsatishni urinish mumkin. Shunga bu hokimiyatlarning qilayotgan qiliqiga, deyotgan gapiga emas, ularning niyatiga e'tibor berish kerak. Hozir bu xalqaro qonunning shundoq Amerikaning jinoiy ishlar qonuni shundoq bu jinoyatga yakun chiqargan chog'da qilmishdan betar niyatga ko'proq e'tibor berildi. Masalan, siz yo'lda ketayotgan bir temir yo'lda ketayotgan yuk poyezdiga o'q atsangiz, uning ichida birisining beshiga o'q kelib, o'lish nisbati nihoyat to'van. Lekin kinoxonaning ichiga kirib o'q atsangiz, o o'qning zarbasidan o'ldigan odamning soni mumkinchalik cho'ng. Şu an bir yerde sizin bu yük poyezdiga o'q etishingiz bilan kinoxonaning ichida o'q etishingizga niyatingiz qaraydigan bo'lsak, kinoxonaning ichidagi o'q etish niyatingiz adam o'ldirishga plan qilganligingizning ifodasi. Gerçi qiliq o'xshash olsun. Shuning uchun bu Xitoyningki qiliqining qilmishining kambisini ko'ryapmiz. Uyg'ur deb tutgan Uyg'ur ismi bor insonni dunyo jamoatchiligini berib so'raydigan bo'lsa, yo bir to'nig'ini yoki oila ta'bati yoki ota-onasi yoki qardoshi yutib ketgan ahvol bor. Xitoyning hozir shu ta'sis qilgan jazo kampi, bu qulluq kampi, turmasi va ijtimoiy jamiyatining orasida chek-chekchiri yo'q. Bu qilmishda bir tushuntirishga jojiblar bir narsa qolmadi. Hem de bir yerden niyet qaraydigan bo'lsa, Xitoy hokimiyatining da'vatdan gap so'zlari, bu oshkorlangan dokumentlarda ifodalangan mavqelari qaraydigan bo'lsak, bundan niyatimi shu yozilgan materiallar yozilgandek Uyg'ur masalasini hal qilishning oxirgi bir usulini topgandek ko'rilyapti. Shuning uchun bu yerdagi qilmish, bu yerdagi niyat shu xalqaro qonunda bo'lsin va boshqa prinsiplarda bo'lsin, shu qirg'inchilikningki qonuniy talabiga uyg'un keladigan ahvollar ko'rilyapti. Shuning uchun mencha Uyg'urlarning qirg'inchilikningki yuz berayotganligi dunyo jamoatchiligi shu bilinmaslik kerak va jismoniy ziyon bo'ldi deb va uningga isbot ko'rsatib Uyg'urlarni zo'rlamaslik kerak. Uyg'urlarda undaq imtiyoz yo'q. Uyg'ur xalqi hozir bir otamizlar urug' tuqqanlar bilan ko'rishamayotgan, so'zlashamayotgan, normal munosabat qilmayotgan, yutib ketgan bolalarning izlarini qo'ygan bir millatdan berib jismoniy qirg'inchilikni isbot talab qilishning o'zi mencha bir amoqatlik. Xo'sh. Ömer efendim hem de qirg'inchilik masalasida Nuriy efendim aytdi yaxshi tushundirdi hamda ham nima Xitoy hukumatiningki niyati qarasak ham qilmishi qarasak bu ochiq bir qirg'inchilik Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu o'sha qirg'inchilikka jazolash qonun nimasiga konvensiyoniga ahdnomasiga asosan qirg'inchilik ahdnomasiga asosan bu necha moddaningki u yerga tushilgan aniq bo'libmi shu ayol tug'ut cheklash masalasida Uyg'urlarningki nufusiningki ko'payishining oldini olish masalasida Xitoy hukumatiningki tadbiq qilayotgan chora tadbirlari qirg'inchilik nimasiga tushilgan masala endi ammo hozir shuda xabarlar chiqdi bilasizlar masalan Trump hukumatiningki bu Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ilib berayotgan o'sha bostirishini qirg'inchilik deb e'lon o'ylashayotganligi haqida Nuriy efendim buni ma'lumot berish mumkin, lekin hukumatningki jiddiy shuni o'ylashayotganligi haqida xabarlar bor. Buni aytib bizni albatta memnun qiladi, chunki Nuriy efendim degandek jihatdan ma'lum desak nurg'un vaqtlar ketdi, ammo lekin buning bir qonuniy asosda qaynishi bu nimani texmi kuchlantirdi. Chunki boshqalar buni siyosiy qaror deb nima qilishi mumkin. Onun için Dünya Uygur Kurultayı şu dünyadaki ataklık şu kırgınçılık hareketleri bile hareketleri qaragan hukukçular onun dikin şu soççular bilen birleşip hazır endi bu şu Xitoy hükümetinin Uygurlar qaratgan bu siyasetinin hukuki kanuni cihetin kanuni asaslar nimelerge dayangan bir kırgınçılık ekanligini
hareket başlattı. Belki haberlerde okudumlar. Mesela nimede London'da advokatlar grubu bu nimeninki Jeffrey Knight degan kishininki yetakchiligida bu Jeffrey Knight'ın muhim dünyada xalqaroliq bir nimasiga shuhratga ega bir huquqchi, kishilik huquqchisi ham uningdagi o'zi shu xalqaro sudda Serbiyaning prezidenti Milosevichni ham bir sudchi, shu sudchininki yetakchiligida shu Uyg'urlarning Xitoyninki Uyg'urlarga qaratan bu siyosatini bir qirg'inchilik deb isbotlash başladı. Demek ki bu, eğer elbette Trump hükümeti kırgınçılıkta ilan kılsa bu naydı, elbette bizim için naydı, yaxşı biz bunu kullayımız. Onun için mavi müstakil bir sot hem de mavi, London'da bulunan iş, müstakil bir sotçularınki hükmü mü bunun koşulsa, bununki elbette bir tarafı mı şu sotçular arkalı amelga aşılan bulunmaz. Şununla halkımızın tüm bunundan haberdar bu gelişini bu işinki kanuni cihetten bu Dünya Uygur Kurulu'nunki bunu kanuni cihetten bir hüküm çıkarış için menvakallıkını içeride durup koyar. Çok rahmet. Ammo müşahede belki şu ekrandan xalqimizga bir chaqiriq qilish mumkin deb qarayman-da. Chunki shu mayli shu qirg'inchilik masalasining mutaxassislar biz bir qancha hafta bo'ldi shu xabarlarimizni beryapmiz. Uyg'urlarning bugun ko'rayotgan bu vahshiylik Xitoy tarafidan butunlay irqiy qirg'inchilik xalqaroda irqiy qirg'inchilik ta'biriga berilgan barliq ta'biriga tushirganligi bunu texnik kun tartibga keltirish uchun Uyg'ur tashkilotlarining hammasining irqiy qirg'inchilik so'zida chiqib turishi ham buni isbotlash uchun guvohlik berish masalasi ayollarning shunday zulmga uchragan, tug'ut masalasi zulmga uchragan yoki lagerga solanganlarning guvohlik berishning tasirlab ko'payishi kerakligi haqida biz bir qancha mutaxassislarning gaplarini nimalarni maqolalarni xabar qilib bergan bo'ldik. Tekrar bu davanın texnik güçleniş için hem delil ispatı köp erişiş için xalqaranın guvohlik berish masalasine ait muhim ekanligini bir eskertip qo'yib o'yladim mishada. Hamda navbatda Trump'ninki saylam yaqinlashganligi uchun Amerikada her ikki tarafda bu Uyg'ur masalasi nihoyatda jiddiy tilga ilinib turyapti. Biden mi mesela bu qirg'inchilik masalasini tilga oldi. Bu saylam uchunmi yoki qanday degan savollar var bu yerda. Trumpning albatta jiddiy bir shaklda uzundan buyon qilayotganligi aniq. Shuni biroz to'xtalib o'tib ketgan bo'lsak, Umar kam nima desam bo'lardi? Ha bu albatta buni aşında deb lekin ama bu Amerika hükümeti bu şu bir kanun var bir yerde. Uyghur kişilik hukuk kanunu. Amerika'da kanun mevcut. Şununla bu şu kanunu amelileştiriş için, bu kanunu to'liq icra qilish için nurg'un hareketler bo'lyapti. Bu Tashqi ishlar ministri mesela bütün dünyanın bu Xitoyninki bu hareketiga birlikte karşı turuş Uygurlarını buğdap qilish nimasidan ait chaqiriqlar bo'lyapti. Bu bayam deb o'tganimda hamda bu belki bir aylam nimasi bo'lmasligi mumkin. Ki adı xalqarada shu nima siz bu bayam deb o'tganda mutaxassislar orasida nurg'un talash tortish bo'lyapti. Bunun bir qirg'inchilik bo'layotganligi isbotlash bayam degan isbotlash hacet yok bir mesele. Hoş. Bu bütün bulup mu ahirki nimeler mesela bizimki Adrian Zens'ninki ilip bağın tədqiqatınınki nəticəsi buna ait uçuk bir şekilde gösterdi ki bu Xitay'ın ilip verivatkan bu Uygurlar'a karşı bastırış hareketi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın şu
qirg'inchilik ahdnomasiga, jazolash ahdnomasiga tushadigan necha modda bu yerda borligi ko'rinib turibdi. Shuningga endi buningda mencha bu hukumatmi, Trump hukumatimi mushuni bilan ko'zda tutgan holda albatta buning bu bisim har tarafdan bo'lyotidi. Chunki o'shadagilar o'sha Amerikada nurg'unlagan inson buning bunchalik bo'lganligini bayonlab o'tganimizda Ikkinchi Dunyo urushi davrida bo'lgan harakatlarning Nazilarninki Yahudilar qarta ilib borgan qirg'inchiligining o'xshash nimasiniki bir versiyoninki bu Sharq Turkistonda Uyg'urlar qarta ilib berilayotganligi so'zlayotdi. Bu ben bir siyosiy nimadan ilingan bir karar deb qaramayman, lekin albatta bundaq bir karar ilinsa bunu shunda deb tunish kerak deb biz boshqa davlatlardan shuni talab qilyapmiz hozir. Bu bir ilm faoliyatlarimizda bir qirg'inchilik shu ism bilan atishimiz kerak. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan siyosati. Xo'sh. Nuriye efendim, endi şu bizga ko'ra albatta Sharq Turkiston xalqiga ko'ra biz yashayotganqa buni Xitoyning bizga elib berayotgani irqiy qirg'inchilikdan boshqa narsa emas. Biz buni ta'kidlab kelyapmiz hammaylar. Endi bu irqiy qirg'inchilik so'zini ishiltish nima uchun shuncha muhim? Agar rasmiy bekitilib qolsa qanday ish yuz beradi? Nayt yaxshi bir muhim savolni sordingiz. Bu genocide degan so'zning o'zini ham asliga yetmaydi. Bu yerda yana boshqa kelimalarni qo'llash kerak. Crimes against humanity deymiz, insoniyat qarshi jinoyat deymiz, ethnic cleansing deymiz, bu irqiy qirq yo'q qilish degan gap. Ama şu üç kelimenin qaysi oluştuğun qat'iy nazar bu Uyg'ur xalqiga bu ko'p kunduzda yurgizilayotgan bir jinoyat qilmishga nisbatan dunyo jamoatchiligi buni inkas qaytarishi kerak. Endi genocide deb e'lon qilish men shaxsan bu targ'ibda bo'layotgani uzun bo'ldi. Hozir bizning shu Yursurf'namo resmiy mavqeimiz ve meydanımız bo'yicha Tashqi ishlar ministri Pompeo'ni shuni qaror chiqarishga tashabbus qilyapmiz va ko'rishlar bo'lyapti. Xo'sh. Bu qaror agar genocide degan kelima qo'llanilmagan taqdirda başka alternatif, başka münasebetlik, başka kelimeler bo'yicha balkim icra qilish ahamiyati cho'ngroq bo'lgan boshqa kelimeler bo'yicha yakun chiqilish mumkinchiligi ko'rilyapti. Endi hozir bu şu tip mesele, şu negizlik mesele. Prezident saylamidagi halkılık meseliyatda bir-birini senin meydanın meninkiden aciz, men senden küçük deydigan yerga ekilishning o'zilam ma'lum jihatda siyosiy o'yinning qurboni bo'lgandek ko'ringan bilanmi bu yerdagi bu yerda tonish meselesi var. Bu tonish meselesinin qaysi so'z bo'yicha ijro bo'ladi, buni faqat vaqt isbotlaydi. Hozir qadar Amerika hükümetininki tavallikidagi bizninkini qo'shgan chog'da 3 organda mushu so'zlar ishlatilib kelyapti. Masalan, CECC. Bu yilning 5'ida bu Kongress Xitoy komiteti chiqargan reportida Crime Against Humanity deb bu Rome Statute'ni misol keltirdi. Undan keyin bahar oylarida bu Holocaust Museum bu Holocaust Museum muzeyxonasi Amerika hükümeti tabi bir organ. Uyghur meselesini insaniyet karşı cinayet kültürüş meselesinin tizimdeki ağandan başka şirketimlik amiri faaliyette söz işletti. Yani biz mi Yusuf'tun mu bizim işletatımız. Yani bu siyasi yönlüş terakkiyat ahirki nişan muşundak buludu. Ya genocide deb atılış mümkün, ya ki crime against humanity deb atılış mümkün, ya ki ethnic cleansing deb atılış mümkün. Lekin Amerika hükümeti ahire qaysının icra ettiği çoğun olsa şu kelimeni kullandı. Bu kelimeye ma'lum bir türlük bir şekilde bir karar çıkıldı deb düşünüler. Çünkü bu iş belki yoğana karar çıkan olmaydıgan yerge siyasi, diplomatik ve ictimai cihetten yitip kaldı. Hem de bu aralıkta nima ishlar bo'lishi kerak deganda birinchidan bu Uyg'ur jamoatchiligi
Uyghur cemaatçilikdə bir ta'kidlanish bo'lmaydigan bir xatolik bor, xohish bor. Mübaliğə qilish. Mesela Sanskrit'de olsun, yoki bo'lmasa hissiyatdan chiqish qilib so'z iboralarini qo'llanishi olsun. Bu credibility'ga, bu Uyghur milliy hareketiga dog' keltiradigan ishonchni kamaytiradigan bir omil. Şuna fakat mübaliğə qilmaslik kerak. Ming olamdı, milyon olamdı, milyon aç olamdı, o hozircha pek mühim emas. Jinoyatning davom qilayotganligi, sistemlik, nishonlik, planlik. Ashuni o'zi yetarli. Shuning uchun mübaliğə qilishdan o'zini tortish kerak. Ikkinchidan, Uyg'urlar yana bir xohish bor, yana bir xatolik bor. Shu taraflik siyasetin kurbanı oldu. Bu ahval Türkiye'den görülüyordu. Tarafbazlık. Siyasi partinin tarafını tutup devletçideki siyasetin kurbanı olduğu ahval. Mesela Amerika'da bu ahval biraz az, lakin bununla tedbir kullanılsa kamayıp getiş hatırım var bir ahval. Mesela bazı Uygurlar Prezident Trump'ın ayacanlık gidip eteğine geçtikçe Trump'ın teşvikini kalganlar var. Bu mu hatta? Ondan keyin Biden'ninki oğlunu misal keltirip, yoki bo'lmasa Biden'ning bu Obama davridagi Obama'nın siyasetini misal keltirip, bunu mu bir Xitoyning qo'ynida yotgan bir qo'chaq hokimiyatda ko'rsiz, bu mu xato? Shuning uchun bu bunda qilqi ijtimoiy jihatdan bo'lsin yoki bo'lmasa siyosiy jihatdan bilmay turib taraf tutishning o'zi menimcha bir xato ish. Ondan keyin bu ijtimoiy jihatlardagi ba'zi narsalarni Uyg'ur jamoatchiligi bilmaydigan narsaga, qo'ldan kelmaydigan narsalarga maydon tutmasligi menimcha bir odat qilinishi to'g'ri deb ko'raman. Masalan, hamma davlatlarda, hamma jamiyatlarda ijtimoiy masalalar bor. Masalan, bu irqiy ayrimchilik masalasi var, bu var. Masalan, konservativlarning masalasi var, liberallarning masalasi var. Bu meseleler Uygurlarsızmı, Uygurlarının taraf tutuşsuzmu el olduğun bir mesele. Şunun için bu meselelerin el kılgan, mesela Amerika'da hazır devam eden bu partililikle ahtarlık arası izleyetke Uygurlarının başka tutuşuna mesele çağırıyor. Hoş. Onu el kıldığın bütünlük teşkilatları var, sos mahkemeleri var, özünün siyasetçileri var, özünün avukatları var, özünün menfaatları var. Bu Uygurlarının başlıklıgan meseleleri yerine mühendislik işletiş gerek. Uygurlarının hazır bak sebep olduğu meselesi en başta özünün milletini kuruluş. Hoş. O milletin kurulgan ahvalası da anadaki çoğu işlerini kırılgan buludu. Hiç olmasa özünün ailesi kuruluş. Üçüncü kıldığın neresi ben hazır köpekçi sorularda onun bu metbaatlar boğalan söhbetlerde köpünçe neymiş ki Avrupalılar gap qilmaydi, neymiş ki Müslümanlar gap qilmaydi, neymiş ki o gap qilmaydi, bu gap qilmaydi degan savollar tushdi. O savollarning sababini bilaman, neymiş bunday so'ralganini, lekin neymiş ki Uyg'urlar jim turdi degan savol ko'proq so'ralishi kerak. Bu Uyg'urlar o'ziga sahip chiqmagan ahvol ostida uchinchi bir shaxs, uchinchi bir hokimiyat, uchinchi bir organ bundan sahip chiqdi. Uyg'urlar textcha yeterli darajada qo'zg'alib bu masalasiga o'zi sahip chiqdi. Uyg'urlarda yeterli darajada bu mas'uliyat tuyg'usi shakllangandek ko'rinmaydi. Hozirgidek milyonlarcha Uyg'ur jazo kamplarida, yangi zamondagi qulluq tizimlarida, turmalarda ve hatta cemiyetlerde çürüp yo'qotgan mezgilde sizning vicdanınız, sizning g'ururungiz, sizning achchig'ingiz yapsa demek ki sizni hech narsa qo'zg'atanmaydi. Shuning uchun bu masalada men o'rnak bo'lgan mijozim bor. Gapni ba'zida bu yaxshi. Shunga mubolag'a qilmaslik, aciziz ijtimoiy siyosiy jangchilarga qurbon bo'lmaslik ve en başta o'zida mas'uliyat tuyg'usini bildirish kerak. Mana shunday bo'lgan chog'da cho'ng narsa ketish kerak. Köp rahmet, nayet yaxşı bir temaga dikkat tarttınız. Ben aslında ahırda çoğun bir şekilde sorayım, bu halkımız olsun, teşkilatlar olsun demiş kılış gerek diyen temada. Ömer efendim, hem de malum Xitayga şunca valla besim buluvatıda bütün meyli halkaralık devletlerden olsun, teşkilatlar tarafından olsun. Şunca valla delil ispatlar yığıp ketken bir vaziyette
Xitoy bu lager masalasini eng aqallisi, chunki valla suratlik dalillar, guvohlik belgichilarning nimalar bilan chiqib tursa-mu, buni biraz bir yenikiltib, hatta eng oxirida majbur qildi biz hammasi o'qish bitirib bo'ldi deb bo'lgandan keyin biz bir qancha kunning oldida bu xabarga berdik, rasmiy sonliq ma'lumotlar bilan, son sifirlar bilan e'lon qilingan nimada Teximmak Xitoyning lagerini ko'paytirayotganligi aniqlanib chiqqan bo'ldi hamda. Hiç to'xtatmay buni kuchaytirib mengayotganligi. Nima uchun Xitoy bunchalik qarshilashib davom qildirdi bu ishini? Biroz bo'lsa-mu besimdan o'zini bir yenikiltib, menga ko'p besim bo'lmasin demasdan kuchaytirib mengdi bu narsani. Hozirgacha hamda bayon deb o'tdik, hozirgacha bo'lgan ish Xitoyninki qilmishini masalan bir Amerika ayıplab keldi, rəhbərləri, başqa Avropa adımı olsun, siyasi rəhbərlər bunu ayıpladı. Bununla qarşı Xitayni to'xtatadigan, Xitayni bu qilmishidan voz kechiradigan, orqaga chekindiradigan bir harakat bo'lmagan. O'sha Amerika o'sha qonunning qabul qilinishi bilan yeni hamda Xitoy shirkatlariga qarata tedbirler, bu qara tizimdeki elinişi, muşinimizde hareketler başladı. Hem bu Xitay muşininki besimini asla his kılışka başladı. Şunun bu Xitay hazır nait hatta karşı bir teşvikat çekirdi. Bu Wang Yi'ninki Avrupa'nın ilerletişi, yani Jiang Zechi'nin kilidallığı, bu nemesi bu Xitay'ninki bu şu kilowatt besimni his qilishga boshlaganligininki bir isboti deb qarayman. Chunki endi bu Amerikadan qildi. Endi hozir bizningki butun qilgan ishimiz boshqa davlatlarni bayam siz dedingiz, o'xshash qonunlarni chiqarib, Xitoy hukumatiga shunday o'xshash siyosiy jihatdan tadbirlarni ishlatishi. Shu chog'da Xitoy buni to'liq qila oladi. Buningki bisharatları buluvatıdı. Avrupa'da mesela iş yapılmayan hazırlıkta yani bayanatçısı anlatıldı kötü. Fransa mı yapıldı? Germanya'nın bu pozisyonu hazırlıkta Germanya hiç kanda pozisyon bildirmeyi turuvagan. Bana yine hem de bugün tünügün Merkel'in ki sözlerini aldık ve bu nime Germanya'da mı biraz hareketleniş buluvatıdı. Ve okşaş kanunlar sunuldu hatta aldığı mesela Gollandiya parlamenterleri muşunun okşaş Uygur kişilik siyasi kanunu okşaş bir kanun Gollandiya parlamenterge sunuş için bu şulamı bir teyarlık veriyordu. Demek ki bu Amerika merkezlikli bir iş ki Xitay hükümeti İslam dünyasına kolu keltirip İslam dünyasını özüge qaratqandek başka devletlerinin başka devletlerin özü qaratışvatlı ama bir yer Xitay hükümetinin bu kılmışları bağan sıra aşkarlanıp bu narazılık bunun karşı bir tedbir işletiş hareketleri buluvatıdı. Şununla bence Xitay hükümeti ahırda bununla bir cevap veriş bununla bir bu haqda bir oqiga chekinishimizga uchraydi deb o'ylayman. Chunki hozir borgan sari bu bisim kuchayyotdi va islom dunyosida mu desak, bo'lmagan bilan bu yerda harakatlar bo'lyapti. Bu vaziyatni, huquqiyatga nima bo'layotganligini, huquqiyatga hozircha Xitoy shu dunyoga shunda sotgan. Bu hamda bu Amerika mening taraqqiyotimning oldini olish uchun meni bu o'zimninki planlarni amaliyleştirishimning oldini olish uchun buni bir qurol qilib ishlatyapti degan nima islom dunyosida bo'lib bundan g'alaba qilgan. Ama bu nima borgan sari Xitoyninki tushiryapti. Malayziyada Indoneziyada harakatlar bo'lyapti. Asta islom dunyosi albatta bu yerdagi xalqninki to'liq tushunib yetishi bilan hukumatlari qarta bismi kuchaydi va bu agar
Amerika hükümeti yani şu müstakil sotlar bu meseleni bir kırgınçılık hareketi de konuğan çağda, bitken çağda bu tekimo bizim aşıda da koyulmuyor çünkü siz de bittiniz boşunda da bitse ne mi olur de bitken çağda devletler bu bir hareket bunu aldığını ilişkin bir mesuliyet aslında kalıdan. Sen bu kırgınçılıkta konuğandan keyin xalqaro ahdnomalar var. Devletlerin ki bergen va'dasi ikinci dünya urushidan keyin nima qilganda bergen va'dasi bor. Mushuning asosan ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ana kırgınçılık cezalaş, cinayetini cezalaş mesela konvansiyon şunun asasen bir yerde Xitayga bo'lgan umumiy bir bisim bu chog'da albatta Xitoy orqaga chekinadi. Mushu kırgınçılık tunishninki, bekitishninki ahamiyati shu. Balki Amerika albatta undan bir tutmasligimiz kerak. Amerika Xitoy urush ochmaydi. Bunda xiyol bo'lgan bu xiyolni unutib ketish kerak. Amerika Xitoy bilan urushmaydi. Bu bizni de Onun bir aşina doğru, müşteğirliğin bir sualım var. Eli kileyme o sualga. Ondan sonra Nuri Efendi, müşahidin başlasak Ömer Kam'dan sorgan sualga koşum çıkılıp. Şuncu besin buluvatı dedik Xitay ama mesela en ahırkı Van Yi'nin ziyaretini desek ki Avrupa'daki 5 devlete elip bağın ziyareti, mağlup boğan ziyaret de mütehassıslar devat olğandı. Bu ziyaret kelgende mi Xitay mesela normalde azraq aqlı va siyasetçi olsa buncha vala besim boğan diken Şarkı Türkistan'daki vaziyetini biraz yumuştup bir içi etip mana qilish kerakdi. Bir tarafta bu sallıq ma'lumotlar kuchayotganligi, texnik lagerlarni selayotganligi mavjud ekanligini isbotlab turyapti. Hech qanday u yerdagi besimni, zulmni pasaytmasdan Yevropadagi bu ziyoratga kelib, yana o'ziga kelayotgan bu besimni azaytishga tirishishi bunu qanday o'qiysiz siz mesela? Bunun iki sebebi var. Birisi bu Xitay hakimiyetinde bir mesuliyetsiz hükümetinin tarihten yürgüzatkan siyasete qarayan bolsak, bular taşqi jihatdan kelgan besimni ijobiy bo'lsin, salbiy bo'lsin, onun qarar siyasetini o'zgarganligi bular bir acizlikning ifodasi deb ko'rdi, ashta tonuydi. Xo'sh. Hükümet emeldarlarım şunda, halkım şunda. Şunun için şu yıllardan yürgüzüvatkan kadim tarih olsun, yakın zaman tarih olsun, bunlar taşkı güçke nispeten katı tutulmağanlıkla başa geldi ehter bilgin için onda rehberlere bunun tarihinden muhim yer alamaydı. Yani hazır o çetelin nispeten şıltan etişleri, sözlerde buluşu, tehditlerde buluşu, bularınki bir yenilik tıkpagan bir eneniz emas daim koyatkan. Lekin endi sual sen kaçanlıkçı berdaşlık verereysin şununla degan sual. Endi hazır Burunlu'da o yalğız atmak keng çıkmaydı Uygurlarının sözü okşaş. Amerika'da bu Amerika'dan çıkan tedbirler, Amerika'dan çıkan kanun, Amerika'dan çıkan memuri emirler Amerika'dan çıkan. Hazır bu dünya cemaatçilikinin ki ortak olmayan meselesi aynıvatkan yönünüşüne bence bu Xitay hakimiyetinin diplomatik cihetteki tirişçilik olsun ya ki hareketleri olsun ya ki bulunsa devam kıvartan tul arkalık avaz çıkarmasını setivleş tedbirler olsun. Bence bu sustainable bağlayılan bir meslek görümü. Hem de bir resmi bir responsible mesuliyetçen bir hakimiyet. Bunda tanqibiy fikrlarga, ijobiy tanqidlarga öz sübtida bir medeniy şekilde inkaz qaytarildi. Xitoyda bundan inkaz chiqmadi chunki bular bir fantaziya dunyosi yashayotganda bir inkazlar mumkin. Bu hozir o'ylamadiki bu dünyada şu Covid meselesinden keyin shuncha odam o'lgan, shuncha odamlar kasallikka giribdor bo'lgan bir nafar muhitda dünya iqtisadi bir bulg'angan muhitda, dünyada bir axloqqa o'lchimiga shak cho'pi tushayotgan, savol tushayotgan shunday bir mezgilda, shunday ko'p kun bizda shunday jinoyat qilmishni davom qila olmayman deb o'ylashning o'zi, menimcha men biraz ro'y kasallikning ifodasi deb ko'raman. Güzel bir tespit yani, güzel bir ifade oldu. Rahmet. Hem de
Ömer efendim, Şarkı Türkistan meselesi avayım İslam dünyası azraqlam tilganlab ötüp ketmiş. İslam dünyasında nima üçün Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urush sababli qayintilgan qazon deb qaraldi. Bayan müddət ötdü bunu. Bunun nimisi undaq deyildi deseniz, bu birincisi Xitay'ınki teşvikatı var. Bu devletlerninki birincisi Xitay'ınki bu devletlerden ait güçlü bolğanlığı, məbləğ selivatqanlığı. Onun dikin üyədə bir qatqol diplomasiyini işletivatqanlığı Xitay'ınki. Bunu deseniz mesela Ömer efendim. Xitoyning iqtisodiy degan bilan mesela İslam dünyasındaki ko'pincha devletler normalde Amerikaning siziqidan chiqmaydigan devletler yani. Hammasi Amerikaga ta'zim qiladigan devletler. Yo'q, ama Amerikaga ta'zim qiladigan devletler deb qaraymiz, lekin o'rni kelgan chog'da ularni o'zininki bo'libmi iqtisodiy nimasini oldingi nimaga qo'ydi. Her devlet o'zining davlat manfaatini oldingi o'ringa qo'ydi. Onun dikinde Amerika'nınki bu İslam dünyasında neçe vaktin beri bo'lgan urushlar nima sababidan Amerika'nınki obrazına ait xunuklaşıp ketken gap İslam dünyasında. Bununki nurg'un İslam devletleri Xitoyni Amerikaga qarshi bir tangpungliqni saqlaydigan bir kuch deb qarorlar qildi. Shuning uchun hem iqtisodiy bu Xitoy hukumatiningki tashviqoti devletlerge selivatqan məbləği bunu İslam dünyasının hoşundaq cim turuşuğa sebep oldu. Yani bir mesele, nəhayət mühim bir mesele. İslam dünyasının, İslam devletlerinin özü de mesela kişilik hukuk meselesi deyimiz, meseleler tek hal bulunmayan. Dünyada nurgun bu problemler mevcut, meseleler mevcut. İnsan hakları nurgunlayan İslam Muşun ahval aslında bula verip Xitayga sen bundaq Müslümanların hak hukukunu sen depsenlik olarak onu yok kılıştırışmak sen dep diyemek değiş cesaretini göstermek bakkan buluşu mümkün. Lekin ahirken aslında İslam dünyasınınki meselesi buluş gerekti. En baştan bizge qaratkan sistem. Çünkü biz Müslüman, bir taraftan bizni yoqlayotgan, bizning medeniyetimizni yoqlayotgan bu İslam'ın bir medeniyetinin bir parçasını yoqlayotgan iş yani. Biz Müslüman bo'lganligimiz için, ikinci Müslüman bo'lganligimiz için muşundaq bir besim aslında qaratimiz Xitoy hükümeti muşunu yok üçün tirişiyotirdi. Nurgun misallar bağı azramda bizninki neçe yüzyıllık meçitlerimiz çekiliyotirdi, Kur'anlar yozuluyotirdi. Yani bunun hemmisini İslam dünyası bilip durur. Bunun bir İslam kıskısı değil, İslam Hemkarlık Teşkilatı. Bu teşkilatın asası Müslüman asallıklarınki başka Müslüman bulmayan devletlerde ya şuranın kolası da asareti aslı ki Müslümanların hak hukukunu qoğdaş üçün kurulgan bir asas nimesi şu onunki misyonu da hazırgıca bir iğiz bu haqda gapirmadi Xitoyninki qilmishini qo'llaydi. Burun İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın baş sekreteri Ekmeldin İhsan oğlu efendim bilen Washington'da köreşken o adam ben afsuslanma naite ben şu baş sekreteri İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın Uygurlar karşı katlık bir ilke tedbir alanmaganlık karşı Xitoy hükümetiga karşı katlık bir bayanat ilan kılanmaganlık için bu hayatım boyunca bu nimeni his kılmayamam. Çünkü dedi ben çok tırıştım. Lekin uyadaki dedi devletler sen bundan kılmaysan da benim kılışımdan aldığını al dedi. Şundan yani uyada bilen şundan bir işki münasebetler boğan Müslüman devletleri köp, menfaat boğan Müslüman devletleri köp. Şununla
bular kim turyapti. Yana birisi bayam deganimdek hükümetinin yaratgan teşvikatını aytdı. Diplomatik faaliyetlerini aytdı. Mesela Endonezya, Malezyaga özümüz berip ziyaret kıldık. Şu yerlerde bizge bayam bu Xitoy diplomatları Amerika'da bu hech qanday nimani olmay turib, ruxsat olmay Tashqi ishlar ministrligidan berib, har qanday yerga berib ziyorat qila oladi, ko'risha oladi. Bu nima? İslam dünyasida bu mavjud. İslam dünyasındaki, İslam devletlerindeki Xitoy diplomatları mı xohlagan yerga berib, xohlagan kirib, xohlagan siyosatchining yeniga kirib, o'zininki xizmatini beryapti. Hem ularga ularninki nurg'unlarininki Xitoy bilan bo'lgan tijoriy munosabatlar bo'lyapti. Shuningga shu sabablardan Xitoyninki aktiv diplomasiyasi, anandikinza o pulga tayangan, manfaatga tayangan yerdagi tadbirlari, hareketleri devletlerini shu jim turishga majburladi. Ama bu yerda uyg'unlik bor. İnşallah. Qisqa javob olsam, programma vaqtimi oxirlashib qoldi. Ma'qul bo'ldi. Tamam. Unda olsa Nuriye efendim programımızı uzatib o'tdik. Ama lekin sabr qilib ko'rib o'tdi ko'rmadirmizmi? Biraz yig'inchoqlaydi. Muhim bir narsani o'tganda masalan bu Sharq Turkistonninki Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan zimin ekanligini itiraf qildirish yoki itiraf qilish qonun loyihasi sunish imkoniyati haqida biraz bir to'xtalsak, chunki Tibet masalasi shu vaqtida o'tirg'a chiqqandi. Biraz vaqt o'tib ketgan bo'lsin, bir qancha oy o'tgan bo'lsin bu masala, bu qancha imkoniyati va buni qisqa bir javob olsam. Bunda muhim siyasi ahamiyati va qonun loyihasining tonishtirishi menimcha gerçi kechikkan bo'lsa-mu, cho'qim qilishdagi bir masala. Bu Uyg'urlarga nisbatan tarixiy jihatdan, siyosiy jihatdan, hatto terminoloji, kelimi jihatdan o'zlari yakun chiqarib, o'zlari yetakchilik qilib, o'zlari buningga ishlatilgan kelimalarni ishlatadigan tashabbus qilinmaguncha boshqalarning tarafidan yakun chiqarilgan ahvol bo'ladi ekan. Masalan, bizning beshimizda munjiq o'tdi, ama shu Uyg'ur degan ismning qanday yozilishi to'g'risida shu Uyg'urlarning o'zimizda imtiyoz bo'lmagani uchun xato, masalan UIGHUR deb yozilgan ahvolni aytdi, hozirgacha davom qilayotgan ahvol mavjud. Bunu biz o'zgartirish uchun Amerikada chiqqan qonunning ismini to'g'ri yozishga tashabbus qilgan u amalga oshdi. Hozir butun Amerikaning hukumat sistemasida, kongressda shu to'g'ri UIGHUR nimasi bo'yicha, imlo qoidasi bo'yicha yozilyapti. Shunga o'xshash Uyg'urlarning ana vatanining ismi, tarixi, lekin boshqa madaniy, diniy jihatlardagi şu emniyet, reallik ve tarihi faktlarına asas qilgan qonunlar chiqqan dokumentlarni o'rtaga chiqishi menimcha zarur bir ish. Endi buni amalga oshirish menimcha ta'sirga tushmaydigan bir ish deb ko'raman. Chunki Abaniyam da'vatimiz hozir shunday bir siyosiy muhit, himoya ve siyosatchilarning orasida fidokorlik ro'yi mavjud. Bunda ahvol aslida bunday bir siyosiy muhit a'lo vaqtda Amerika Kongressda Uyg'urlarga ko'ngil bildigan, istash qildigan, himoya qildigan bir qonunchini tepib, bu orqali shunday to'g'ri, poklik, mantiqlik bir yakun chiqarilgan dokumentning, qonun dokumentining zarurligini tushuntirsa, menimcha buni qilgan bo'lgan bir ish deb o'ylayman. Ben şundan bunu da düşündüm. Hoş. Ahırda hem şu aldığımızda 11. ayda saylam buldu. Eğer de hem de hazırki saylam neticeleri Joe Biden'ın aldığı kitibatkalığını kösüp duruyordu anketlerde. Joe Biden saylanıp kapkasa, siz Nuriye efendimi tilge elip öttü mesela. Elbette içki siyasetke ulanın saylamlarına aralashmağımız yaxshi deb o'tin ayet yaxshi bir javob berdi. Ama deyli ki siyaset hakimiyet almıştı. Bugün Trump dairleri mesela Trump'ın tatip eğer de Biden özünün rakibi utup qolib qolsa
Amerika Xitoyni olib ketdi degan gap deyotgandim. Albatta bu sahnlarda bir-birisiga tartishganda deydi har qanday davlatlar rahbarlar. Sayınlab qolib qolsa, hokimiyat o'zgarib qolib qolsa, Sharq Turkiston siyosatida boshqacha bir o'zgarish bo'lamdi Amerikada. Buni bir kirsak. Bunda özgürlük oluşu mümkünçülük var bir iş. Lekin bunu bütünley asmanzının özgürlük gidiyordu deb o'ylashim menimcha to'g'ri emas. Xo'sh. Endi hozir masala nereden nega keldi degan nuqtai nazardan qaragan chog'da o Xitoy masalasi Uyg'urlarga bog'lansin yoki Hong Kongliklarga bog'lansin yoki boshqasi bog'lansin iliqi siyosatin qurboni bo'lib ketib 180 gradus o'zgarib ketgan bir masala emas degan yerga kelganligini ko'ryapti. Endi hozir Trump hukumatiningki tashqi siyosatiga va Biden hukumatiningki tashqi siyosati bo'lmoqchi bo'lgan planiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda cho'ng o'zgarish o'xshamaydigan nuqtadan ikkisi bor. Biri Biden tarafdan deydi, Trump hukumatiga o'xshash yolg'iz mangmay, yolg'iz atmon ching chiqmaydi. Shunga biz xalqaro organ, tashkilotlar va ittifoqdoshlarimiz birlikda bu masalani hal qilishimiz kerak dedi. U xato bir fikr emas. Bu Trump hokimiyatiga nisbatan o'tganki 3,5 yil mobaynida targ'ib qilinayotgan bir masala. Endi uning ifodasini ko'ryapmiz. Masalan, Pompeo yaqinda Yevropa sayohatini, O'rta Sharq sayohatini oxirlashtirib keldi. Avstraliyaning tashqi ishlar ministri bilan davlat mudofaa ministri yig'in ochdi. Bu faoliyatlar davom qilyapti. Lekin erkinlashgani yo'q. Endi yana birisi endi Biden hukumatining o'xshamaydigan bir siyosati o'tirib qo'yayotgan. Xitoyni Trump hokimiyatidek targeted sanction qilib, embargo qilib, jazolashning o'rniga, ba'zi narsani cheklashning o'rniga yoki shuning bilan birlikda o'zimizni kuchlantirib, o'zimizning raqobat kuchimizni kuchlantirishimiz kerak deydi. Endi buningga javoban masalan multilateral degan chog'da Birleşken Devletler Teşkilatı qachon Amerika o'xshash maydonga keldi. Hozirgacha Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş sekretari Uyg'urlar to'g'ri maydonni ifodalab boqmadi. Gerçi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qurilishi olsun, nizomnomasi olsun, inson huquqlari markaziy ideyasi bo'lsa-mu, qildigan ishiningki halqiliq, nuqtaliq masalasi shu bo'lsa-mu, hozirgacha o'zininki nizomnomasiga rioya qilmayotgan bir tashkilot. Endi bunday tashkilotlarga inkos qilib yana qancha yil davom qiladi, yana qancha million, qancha minglagan Uyg'ur qurbon beradi bu masala bor. Undan keyin ittifoqdoshlarimizni desak, masalan ittifoqdoshlarning hozir Yevropada qaraydigan bo'lsak, yana Yevropadagi davlatlarma Umar Efendi bir narsa misol keltirdi. Lekin bular texnik buni bir inson huquqlari masalasi, umumiy natijalarni deyotgandek ko'rayotgan bunda xohishmi bor. Bu masalaning ig'irlik darajasi bu tushunib nega keldi? Masalan, Amerika hukumati bu teshida deyilayotgan, so'zlanayotgan masalada ig'ir masala ekanligini da'vatadi. Xo'sh. Masalan, Pompeo dunyo urushdan keyin dunyo bundaq bir ishni ko'rib boqmagandir. Bu shunga masalaning ig'irligini ko'rish uchun Amerikaning ittifoqdoshlarini qachonmi o'xshash ovozda o'xshash mavqeda so'zlaydigan keladi degan bu masala. Shunga bu nishon o'xshash tonish jihatdagi ko'z qarashda cho'ng farq yo'q, lekin taktik jihatda farq bor. Endi hozir Joe Biden sahnaga chiqib, hozirgi Trump hokimiyatida garchi o'z gap qilmasmi, butun ministrliklarni bulbuldek sayratadigan, imtiyozlar beradigan bir hukumat quramdi yoki bo'lmasa o'zininki tashqi ishlar qonuni jihatdagi va inson huquqlari jihatdagi kechirmish asosida o'zi bir siyosat qilganda uni bilish kerak. Hozir bu ikki hukumatlar mavjud hukumatlar sahnaga chiqish mumkinchiliklar hukumatning orasida pek oddiy ikkilan masala bor. Biri Joe Biden so'zlaydigini ba'zi narsalarga biroz qo'l tiqadigini, Donald Trump gap qilmaydigini, lekin o'zining ministrligini kuchlantirib, uning qo'liga imtiyoz berib, ular orqali siyosat yuritayotgan bir vaziyat bor. Endi buni birlashtirgan ahvol ostida nayt mukammal bir sistem o'ttirib chiqdi deb qaraydiganlar bor, lekin buni faqat vaqt buning javobini beradi. Bundan keyin yana bir narsa ko'rganlarning esida turishi kerak. Amerikaning yaqin zamon tarixida sahnada o'tirgan prezidentning qayni saylamda quturib qo'ygan ahvol faqat ikki qitimli bo'ldi. Jimmy Carter bilan George
qayta saylan ettirişanlıqda qağalla asasi jihatdan 2 dönem George Bush George Bush şundaq, Obama şundaq, Reagan şundaq yaqin zaman tarixida 2 dönem hökumət sürgən əhval şuna jiqraq. Adətdə səhnədə oturğan prezidentin saylan durub qoyuş əhvalı nisbət cəhətdən azıraq. Şuna bu Amerikanın siyasətini, prezident siyasətini təliqan çağda birisini şunaq əhvalını unutmasıq gerek. İkinciden saylan məzgildəki şüvarlara bək etibar verib getməsligini tavsiyə qılır. Köp rahmet. Endi bir nima men bir nima qo'shib qo'ymoqchi shu Nuriddin sizga. Demek ki bu yalnız Amerika'nınki hazır. Mesela deyli Milli Bexatarlik Kengeşi'ninki dokulatı var. Müdafiə Ministrliği dokulatı var. Prezident Trump ançıla nima qılmaydigan mesela Milli İstihbarat deyli değil mi? Direktörlüğününki 16 Milli İstihbarat Teşkilatı'nınki dokulatı var. Bu dokulatların hemmesinde ticari cihettim olsun, siyasi cihettim olsun, harbi cihettim olsun, Xitay hükümetini bir tehdit de ya da bitken. En çok tehdit adı. Çok tehdit hazır Xitay'da bitirgen. Ya şununla şimdi qaysı hükümet gelse bayam Nuri efendim mi degende nait asman zemin nime bu ketmeydi o. Çünkü Xitay'nın tehdit boğallığını iqtisadi, siyasi, harbiy jihatda va tahdid bo'lganligini ham Amerika hukumati va xalqi masalan bilib yetdi. Ham Xitoy mush harakatlarni qilyapti, Amerikani tahdid qiladigan harakatlarni. Undan keyin Amerika xalqi ichidimi Xitoyga qarata bir noytiqmanlik bir nima bor? Qarshilik bor. Xo'sh. Masalan o'tgan bir nima raisni nash bo'lgan chaqda 78%da Xitoy qarşı Xitoyni təhdidləb hesablığanlığını bayan qılgan gap və partiya yaxşı niyetinin bolğanlığını. Demək ki, umumi bir hava bu. Yani yalnız bir hökumətinin ya bir siyasetçinin nimisi emas, Amerikadakı umumi hava Xitoyni bir təhdidləb görülən, Xitoy qarşı tədbir ediliş gerek, özümüzü qoğdaş üçün degan bir hava var. Şununla nəhayət çox bir egizbəslik olmayı deb oylaydım. Çok rahmet. Ömer efendim sizden başlasam mı yana. Abaysiz sözünüzde mesela Amerika mesela Uygurlar için uğraşmaydı diye bir gapni ötüp ketdiniz. Amerika'nın qo'lidagi mesela 29 günü bir qancha nüfuzluq g'arb matbuotlarida Amerika'nın qo'lidagi 7 cho'ng kozir mush to'g'risida maqola e'lon qilindi. Mushada tilga ilingan kozirlarning ichida mesela Amerika'nın hazır qo'lda yani dünyanı Xitoyga qarshi qo'zg'atishga yetib oshadigan darajada kozir borligini Amerika'ningki qo'lida. Uyghur kishi huquq siyosati qonunining ma'qullanishi bilan shundaqla Pompeo'ningki 23 iyuldagi nutqida butun dunyoni Xitoyga qarshi o'rtaq harakat qilishga chaqirishi, qayta tarbiyalash markazi deb Xitoy atayotgan bu ya'ni qayta tarbiyalash markazi deb atmay jazo lageri deb iborasini qo'llanishi degandek narsalarni tilga ilib kelib 24 iyulda Germaniyada qo'ldirdimi mesela Amerika'nın yana bir qatimqi kozir nim bo'ldi degan maqolada eng diqqatimni chekkan narsa shu yerda deydi-ki dunyo Amerika bilan Xitoyning jadali texmi kuchayib ketarmi deb o'ylaganning o'rniga endi borgan sari yomonlashib boradigan ig'ir vaziyatni qabul qilishga ideyasida hozirlik ko'rish kerak degan bir narsaligini hattoki askariy to'qinish qadar yetib bordi bu ishlar bundan keyin degan so'zlarga o'rin berilgan endi. Buni endi xalqimiz bugungi vaziyatni kunda ko'rib turib, xabarlarni anglab turibdi, nurg'un umidlar bo'lyapti. Bu Xitoy bilan bo'lgan bu ikki cho'ng kuch orasida cho'qim bir tugun masalan bu urush yuz berish ehtimoli cho'ng deb. Buni xalqimizning mesela har qanday bir davlatning umid kutishi xatomi yoki to'g'rimi? Mushu narsalarni birlikda o'qigan vaqtimizda qanday qaraysiz siz? Albatta xalqimizningki albatta bir davlatninki himoyasi bo'lmasdan, cho'ng bir davlatninki qo'shchi bo'lmasdan hech qanday bir xalq o'zininki mustaqilligiga erishishi nihoyat qiyin. Shuning uchun davlatlar
ki qo'llashiga erishish kerak qandaq millat. Ammo o'zini ozod qiladigan millat o'zini o'zi ozod qildi o'zini. Boshqa bir kelib uchun ozod bermaydi. Boyam degan nimangiz to'g'ri, ular nayt bir to'qinish nimasi qarab ketib bordi. Amerika bilan Xitoy masalan kitoblarni yozildi bu haqda. Bunun da Amerika arasında urush chiqmamdi degan nimada. Bu ba'zanlar bu bir ihtimolligini aytib kuchli chiqishi mumkin. Agar bu masalalarini Amerika bilan Xitoy yaxshi bir taraf qilolmay qolsa, tuyuqsizdan o'tirda bir kichik bir masaladan so'ng urush ketishi mumkin deganim bor. Mesela Graham Allisonning kitobi bu Xitoy bilan Amerika urushamdi deganimda. Bunun ihtimallığı ama bir yer gelgen çağda özünki menfaati, milli menfaati en başta turdu Amerika'nın. Amerika Xitoy bilan bir to'qinishga kirib qolsa, u to'qinish bizning sababimizdan bo'lmaydi. Bizni ozod qilib beraman deb Amerika to'qinishga kirmaydi deb o'ylayman. Ya'ni o'ziningki milliy menfaati en tahdidga duch kelgan chog'da undan keyin bu bir to'qinish bo'lishi mumkin. Ba'zi nimalar bor, Mirshaymer degandek olimlar bor, ular deydi cho'qim bir to'qinish bo'ladi bu yerda Amerika bilan Xitoy orasida. Demakki, Amerika Xitoy orasida bir to'qinish bo'lishi mumkin, yo bo'lmasligi mumkin, ammo bizning nimizda urushmasligi mumkin. Hatto Amerika bilan Xitoy orasida bir to'qinish bo'lgan chog'da bular bevosita urushmasligi mumkin. War deydi. Boshqalar turib şu arkalık vuruşu mümkün. Üçüncü bir güçler arkalık. Şu Allah'da belki bizden bir şarayet doğuluşu mümkün de koyayım. Hoş. Nuri efendim sizden fikriniz ki bununla? Mena bu fikir qatnashtirishim biraz nimaga uyg'un kelmaydi. Menimcha Ömer Qanat efendim bundaq masalaga fikir qatnashtirdi. Xo'sh. Xo'sh, unda olsam navbatdagi vaziyatda programmamizni oxirlashtiraylik. Navbatdagi vaziyatda Uyg'ur tashkilotlari qaysi ishlarni jiddiy qilish kerak? Siz albatta eng boshda nurg'un ishlardan eng boshda xabardor bo'lib turyapsiz. Tashkilotlar qaysi ishlarni eng jiddiy shaklda qilishi kerak? Xalq bo'lish sifatimiz bilan har bir Uyg'ur nima qila oladi? Albatta xalq har bir Uyg'urning nima qila oladiganligini abay biroz so'zlab o'tdingiz siz. Tashkilotlar umumiy jihatda bir so'z qilgan bo'lsangiz. Bu teşkilatlarınki bu ben bugün kadar bir neç teşkilatla birle hizmet qilib baktım, vazife etib baktım. Şu UHRP'ninki Ömer Qanat efendi rehberlik qilayotgan, yönetiyotgan şu UHRP'ninki sistemisi, qurilishi, bu kasbchanligi menimcha bir örnek bo'lishga tegishli deb o'ylayman. Bu masalan ilmiy tadqiqot, masalan doklad tayyorlash, hukumatlarla munosabat qurish masalalarida. Ommaviy jihatlarda millatni yetaklash, undan keyin bu bir ommaviy harakat xalqaro darajada qilishda menimcha qurultayning qilgan xizmatlarini yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Meni bu atashimning sababi chunki bu ichki tashkilotlar men bevosita xizmat qilib batgan rahbarlar bilan kasbiy shaxsiy munosabat qilib bo'lgan tashkilotlar uchun shuning uchun nima qildim. Bundan deganim boshqa xizmat qilmoqda deganlik emas. Men bilganimning gapini qilishim kerak. Endi hozir bu yerda masalalarmi mavjud? Masalan bu masala mavjud deganda mendan bir hozir ham ko'rsatkichidek bir fikr qatnashtirsam, keraksiz masalalarga ko'ngil bo'lish, qizg'in masala, halqılık meselelerge vakit itibar zihin verilmesi biraz ig'irdek görülüyordu. Hazırkanda muşundak bir ağabeyin yağı 2,5 saatine yağı tesirlamatkan muşu mesela ki bir tarihi ahmiyeti var, görülüp bakmayan bir siyasi muhitin ben Uygur halkı, Uygur teşkilatları da toluk faydalanmayotgandek müştak his qilaman. Bulup hazır texim o aştaq oylaydigan boldum. Arab Step'teydi vaziyetga Uygur teşkilatları, Uygur faaliyetçileri yeterlilik derecede maslaşamayotgandek bir ahval var. Ulardaki bir yetersizlik emas. Ulardaki bir kabiliyetsizlik emas.
lekin imkoniyatning sababidan deb o'ylayman. Agar o'sha Uyg'ur tashkilotlari o'sha ko'rilgan, to'nilgan, xizmat qilib e'tiborga ilingan tashkilotlarningki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdagi sharoitlari texnika hazırlansa, mesela 10 xizmat qilayotgan tashkilot 20 xizmatchiga aylantira olsa, 5 xizmatchiga maosh qilishayotgan 15 ga aylana olsa, qanchalik yaxshi bo'lib ketadi degan fikr menga ko'p keladi. Chunki hozir shu ko'ryapmiz, shu butun stajlik xizmat sharoitiga ega bo'lgan Uyg'ur tashkilotlarininki qilayotgan xizmatlari nihoyatda kasblashish tarafga ketyapti. Lekin yuz kelayotgan masala bilan qilayotgan xizmatchilarninki nisbatlashtirsa, xuddi masalaga yetishmayotgandek ahvol bor. Shuning uchun bu tanqid emas, bu faqat taklif. Uyg'ur xalqi vagonda o'tirib shoferga baho berishni to'xtatish kerak. Bu ondan keyin Gladiator degan kinoga o'xshash sahnada o'tirib, sahnaning ichida maydonda jang qilayotganlarga baho berishni to'xtatish kerak. Shu jang maydoniga tushib, shu jang maydonida kiyimi to'qilayotgan, peshonasi tag'ilayotgan, og'iz-burni qon yiqayotganlar bilan teng hamnafas bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki bizga hozir bu vaziyatni kuzatsak, bu ko'rilayotgan vaziyat kuzatuvchilar ko'p, harakat qilayotgan tabiiy rasmiy ish qilayotganlar nihoyat oz. Boshqa odamning xizmatiga baho berish oson, lekin shu maydonga tushib xizmat qilib boqqan odam, shu ishningki shuningga bedel to'lab boqqan odam, hech qanday mukofotga erishmagan odam bu xizmatning qanday ta'sirligini biladi. Shuning uchun kuzatchilikni, baho berishni, obzorchilikni internetda so'zlashning o'rniga agar o'zingiz teshikga chiqib chiroyingizni ko'rsatish, bayroqtarlik rol o'ynash, yetakchilik bo'lish ehtiyoj bo'lmasa, portfolingizni iching. Chet elda hech qanday bir Uyg'ur qiyinchilik iqtisodiyotini yashayotgan bo'lib, g'arb ellarda unda bir Uyg'urning borligiga ishonmayman men. Xo'sh. O'zingizning qo'lingizdan kelmasa, kelganlarni desteklang. O'zingizning qo'lingizdan kelmasa, yanchiqingizni ichib, moliy jihatdan yordam qiling. Agar teshik chiqib yuzingizni ko'rsatmasang, kelmasa, yeziqchilik bilan yordam qiling. Boshqalarning ismi bilan bir narsani e'lon qiling. Bu har qulupning ochiq boshqa degan so'z bor Uyg'urchada, otiq so'zi. Xo'sh. Hammadan teshik chiqib bayroq ko'tarib namoyish qilishi, hammadan tashkilotlarga rahbar bo'lishi shart emas. Shu tomoq ustida, shu kichik so'rinda qilgan fidokorlikni, shu suhbatni, shu zehnni cho'ngroq ishga ishlatsa, menimcha texim unumi bo'ladi deb o'ylayman. Shunga bu kasblashgan, inovatlik, dunyo vaziyatini siyosatga tushungan bir maydonni tashkil etishni, bir ommaviy simoni o'tirib qo'ya olgan millat bilan hukumatlarmi, organlarmi, tijoratchilarmi ish qilishni xohlaydi va shundalar izlaydi deb o'ylayman. Abay, sizning savolingizga men javob berdim, lekin bir hokimiyatning bir hukumat ishida o'tirgan organ rahbarininki bir guruhga, bir shaxsga, ya'ni birisiga yordam qilish uchun shu qarshi tarafda shu bilan xizmat qila oladigan sapa, kasbchanlik iqtidorni ko'ra olish kerak. Shuni ko'rgan vaqtida u hukumat, shu hokimiyat, shu xalqni, shu tashkilotni, shu organni, shu shaxsni o'zi izlab keladi. Güzel bir cevap. Rahmet. Ömer efendim, bunun qo'shimcha qilamsiz yoki oxirgi savolimni so'rayman? Ya, bir bayam bununla qo'shimcha, bayamki meningki javobiga qo'shimcha chiqqanimni bilan javitay. Bu mesele dedik Xitoy bilan xalqimiz shunday umidda, balki Amerika shunchalar harakatlar bo'lyapti, Xitoy bilan to'qinish taraf ketib boradi. Bizga bu bizni ozod qo'yishi mumkin degan nimalar bor, ozod qiladi Amerika degan nimalar bor. Mana shuningga degan gapimki u, ya'ni biz o'zimiz ozod qilamiz. Albatta davlatningki qo'llashi bo'lishi kerak. Buningdan tarixdimi, buningdan biroz dars olishimiz kerak. Masalan, bu cho'ng davlatlar orasida bir kelishim bo'ldi ekan. Ularningki core interest deydi, ajallik manfaati
Meselesi kelgan chog'da yana bir davlat uningga tegmaydigan bir nimasi bo'lgan. Masalan, Sovetlar bilan Amerika bu shunchalik bir to'qinish ahvoli ostida turayotgan ikki qarshi kuch, ya'ni bir-birini yo'qdiman deb turgan ikki kuch 56-yilda Vengriya qo'zg'aldi, uningda qo'zg'alishdimi, masalan, nurg'un nimalar bor, sabablar bor. Bu qo'zg'algan chog'da o'sha Amerikadan nima kutdi? O çağda nima kelmaydi. Çünkü bu Sovyet bilan Amerika'nın arasında şu çağda bir kelişim var. O acellik yeri, onunki nüfus sahası bir yerge Amerika hiç kaçan asker kirgizip bunu bozmak. İkincisi, nima alsak, Prag nimasi oldu Bahari'de. Şu çağda bu şu nima ameliyleşti. Şu degan gibi. Ama şuna okşaş, yani arasında şu bir kelgan chog'da meyaga tegmaysan, meyaga teginmaysan degan masalalar bo'ldi-ki, shuni xalqimiz ya'ni nayta hushyor bo'lish kerak. Albatta cho'ng davlatningki yordamiga muhtoj, yordam kelishimiz kerak, ammo haddidan ziyoda nima kutib, o'zimizni o'zimiz aldaydimi, qachinishimiz kerak deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat. En ahırkı işkina ortak suadım bugünkü muşunda bir tarihte bu bakmagan derecedeki Şarkı Türkistan vaziyetinin ki vaziyeti paydalık her qaysı sahada bütün dünyada muşunda bir vaziyet yetilgen halkımız yıllardan beri en ahırkı Xitayning işgali 49 yıldan beri hesaplagandım 70 yıldan beri sığınıvatkan bu müstakillikka qanchalik yakınlaştı. İşkimanın bir fikir bilen tügesek. Nuri efendimle başlasam. Bence bu bir halkılık ehemmiyetlik bir iş bu vakitte de böyleyim. Şu Uygur siyasi hareketinde hizmet kılan Uygurların milli örlük için başka doğan şahslar bunu bu fikri koşuluş mümkün. Bu Uygur meselesi kaçan bu bir ammabab popüler mesele ayına Uygurlar doğrusu kaçan mı hükümetler karar çıkıra, hükümetler kaçan mı bir özünün devlet menfaatine takışırgan mesele katarı göre degen arzu istekler naiti köp sözleşilgen bir mesele de gördüm ben burundu. Bu başlanmışda istiyordu boğan buluş mümkün de söyleyeyim. Peki bir işçidiler bunda xalqarada bir ammaviy popular bir movementga bir hareketga aylanib Uyg'urlardan ko'proq Uyg'ur bo'lmaganlar ko'ngil biladigan harakat qiladigan bir xalqaro harakatga aylanishi menimcha bu Uyg'ur xalqi har kun yotadigan hatto o'zini mobilize qilib o'zini Uyg'ur bo'lmaganlardan ko'proq ish qilishga heydekçilik kıldıgan bir amilde görüşünü özüge yetekçi ideologiya kılıp işletişine doğru da görmemen. Hem de hazır bu başkalar kısken, başkalar kıvatıdı, uvatıdı neydiğen hayiş, muşnun olan hakim veriliş gerek. Ben ötkencili yazda şu kimi o BDT'de 2018. 8. ayda Uygur meselesini resmi BDT sahnesi ortaya çıkargan Geymek Tugul Hanım bilen Amerika Taşqı İşler Komisiyası'da bir nutuk sözleştirildi bolgan tok. Ben Uygur meselesine ait, slow motion'a ait az karakterlik dikkat yerleşiyordu. Uygur meselesi muhtemelen ağır vaziyette tegishlik itibar qilinmadı. Dünya cemaatçilik sükut tuturuvatıdı. Yaxşımı sen bop tapsanki, yaxşı sen şu meseleni oturup olgandan keyin başkalarının itibarga erişiyordu desem, Nuri men sana 40 yıl şu kartelliklerinin ki ictimai ve hukuk doğruluk hizmet kılan bir adukat buluş sütümlen ben şunu dey. Ben Uygur halkıga heves kılmadım. Bu gibi kızlıklı desem ben deydim, ben 40 yıl hareket kılıp Muş Uygur halkının azı 2 yıl erişken neticesi erişemdigen. Şunun için bu 2019'da yazılı bolgan söhbet. Hem de hazır 2020-yilki vaziyet qaraygan bolsak, dünya iqtisadi facialik ahval qalgan,
Künden minglarca adam ölüyotgan, hatla ticaretinden ayrılıp qolayotgan, hayatını ayrılıp qatgan bundaq bir mezgilde Uyghur meselesinde söz temsil bo'lgandan boshqa baş serlevlik temaga aylanib davom qilayotganligi bu bir mo'jiza xarakterli bir siyosiy ahvol deb o'ylayman. Odatda bir qonun chiqarish uchun bo'lsin yoki bir siyosiy rahbarning ma'muriy qaror chiqarish uchun nurg'un mablag', nurg'un tirishchanlik, nurg'un adam kuchi sarf bo'ladigan bir masala. Hozir Uyg'ur masalasida masalan bu yepiq shaklda yig'in yoki o'tishli yig'inlar ko'pincha xalqlar bundaq havas va chaqchaq tariqasida komment qilgan, ifodalaydigan bir masalaga aylanib qoldi. Ular deydi bu Uyg'ur masalasi bu kesbiy xodimlarning matbuot organlarining yordami bilan bo'layotganmi yo o'zligidan bo'layotganmi dedi. O'zligidan bo'layotgan narsa. Buni deyishning sababi buni Uyg'ur tilida bir xil oddiy so'zdek anglab qoladi ekan, lekin ko'rinishda shunday mukammal bir harakatda ko'rinayotgan hareketning ichidagi Uyg'urlar buni yetishi kerak. Mushu tishdagi elzal sharoitning ichidagi Uyg'ur xalqi mushu bevosita manfaatdor bo'lgan va ziyonkashlikka qurbon bo'lgan mushu millat, mushu shaxslar tishdagi go'zal muhitga moslashishi kerak degan narsani men ta'kidlamoqchi. Xo'sh. Rahmat. Ömer abi. Men Nuri'nin ait yaxshi söz qildi. Nuri'nin deganlariga muvofiqman. O bu Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi, xalqarалық мәселеге qachon aylanadigan chiqib deydi. Bu nima naydi chapsan hozir Nuri efendim degandek bir xalqaro bir masalaga hal qilishga tegishli bir masalaga aylandi. Mesela shuncha biz bu nima kasallik chiqdi, endi bizning qonunlar bo'lar desak, shu sharoit bu bizning qonunlar qabul bo'lib, demek ki prezident imza qo'yapti, aylandi. Demek ki bu yerda nima bor? Qo'zg'algan bir hissashlik bor. Uyg'ur masalasiningki hamma tarafdan, xalqlar tarafidan, xalqaro jamoat tarafidan bilingan bir masala var. Bu bizga şu texmo çok imkoniyatlarninki yo'lini ochadi, ichiyotidu. İkincisi burun naytjiq bu meseleler bo'ladi. Masalan, voy Xitoy bilan birga yashash degandek masalalar bor deymiz. Boshqa siyosatchilar hatta biz ayrilib yashaymiz desak, bunu qilmaydigan nurg'un siyosatchi bor. Biz mustaqil bo'lamiz. Hozir endi bu Xitoyning bizga qaratgan bu qiyinchiligi insonlarni bizning masalamiz bilan shug'ullanayotgan nurg'un insonlarni bu birga yashab bizni qo'g'dishi mumkin emas degan yerga keldi. Bizning qolgan yerimizga kelyotidi. Demakki bundan keyin inshaalloh bizningki texmo kuchli bir harakat bilan Nuri efendim degandek aql bilan, aqlli tadbir bilan mangsak inshaalloh bizningki o'zimizning davlatida erkin yashash imkoniyatimiz tug'ildi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Her ikkinlardan qimmatli vaqtlarni chiqarib, shuncha yo'la uzun davomlashib ketdi bugun sabr qilib bayanlar uchun, qimmatli fikr bayanlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta WhatsApp'dan nurg'un uchurlarni yo'lladinglar. Bunga men ba'ziga so'rab bo'lmadim. Vaqtimiz haqiqatan eshib ketdi. Inshaalloh oldimizdagi programmalarda fursat bo'lsa qilamiz. Albatta ba'zi so'rgan savollaringlarning hammasi program jarayonida so'raldi. Sabr qilib mushu kechada ko'rganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Shunday qilib bizning degan vatandanmi ko'rganligini bildirgan bir qarindoshimiz kiribdi. Bevosita tarixni ko'rishni taski to'xtadi deb yozibdi. Bu ekranimizdan vatandagi qarindoshlarimizga salom yo'llaymiz. Allah ömür bersə yana bir qatımlıq programımızı görüşküçə aman boğayslar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.
Yaxsan bulamda?